Bismillah, biz boshladik. Assalomu alaykum yana bir bor. Xo'p, demak, bugungi darsimizda sizlar bilan 7 avgust 2026 o'quv kursi uchun navbatdagi mavzumizni ko'rib chiqamiz. Navbatdagi mavzumiz bu yangi bizlarda ko'nikmalarga bag'ishlangan dars bo'ladi. Ya'ni problem solving va data analysis qismini boshladik. Advanced Maths qismidan keyingi qism tekshiradi va bu problem solvingning o'zida ham juda zo'r mavzulari bor. Shulardan bittasi bu mana ratio, nisbatlar, rates, tezliklar, proporsiyalar, bog'liq, o'zaro o'zgaruvchilar yoki qiymatlar orasidagi relationship, munosabatlar, bog'liqliklar va unit conversionlar, ya'ni bir o'lchov birligidan boshqa bir o'lchov birligiga o'tish kabi masalalarni ko'ramiz. Keyingi darslarimizda percentlar, ya'ni percentagelar, ya'ni foizlarga oid bo'lgan darslarni ko'ramiz. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan medium tipdagi masalalarni ko'rib olamiz va o'sha o'tgan safargi darsimizda aytgan yangiligimiz sifatida nima bor bizda? Yangi narsa bu har bir darsni so'ngida ishlab boradigan, deylik, sizdan u darsdan bu darsgacha chiqmagan savollarni rasm yoki PDF formatida tashlab qo'ysangiz, oldindan bitta chiroyli qilib extract questions degan fayl qilib ularni alohida bitta ishlab beramiz degandik. Uning zapisi mana bu YouTube darsidagi zapisga qo'shilmaydi, alohida bir zapis qilib saqlab qo'yiladi. Yoki Telegram kanalimizga yoki o'sha YouTube'da boshqa bir playlist ochib alohida nima qilib qo'yamiz, yuklab qo'yamiz. Hammada ixtiyoriy bir boshqa testlardan, o'zi o'rganayotgan, mustaqil o'rganayotgan manbalardan olgan testlarni ham bemalol tashlashlari mumkin bo'ladi o'sha chat qismiga. U darsdan bu darsgacha bo'lganini bitta chiroyli qilib, bitta fayl qilib ko'ramiz. Demak, uni darsi oxirida nima qilar ekanmiz, ko'rar ekanmiz. Shunda shakarni ham tagi oxirida bo'ladi dedik, piyalani tagida bo'ladi degandek, dars oxirigacha ko'rib turilsa, jonli muloqotda mikrofonlarni yoqqan holatda muhokama qilish bu boshqacha bo'ladi. Demak, biz sizlar bilan boshladik. Qaysidir ma'noda bu navbatdagi seriyadagi darslarimizda, ya'ni problem solving tipidagi masalalarning aksariyati general words problems, ya'ni umumiy matnli masalalarga bag'ishlangan bo'lgani uchun juda ham ko'plab nima yangi so'zlar chiqishi mumkin tarjimada, ya'ni odatdagidek qanday bir standart so'zlar emas. Shuning uchun yangi so'zlarni ham tarjimalariga yanada ko'proq e'tibor berishimiz kerak, tarjima qilishga ham. Yechish usullari bu tenglamalar sistemasi yoki o'zimizning proporsiya berilganda kabi nisbatlar bilan yoki o'lchov birliklari bilan hal qilinadigan masalalar bo'ladi odatda. Shunday ekan, bizda birinchi masala. Bismillah, boshladik. Har doimgidek sizga to'liq ekran ko'rinayotganiga ishonch hosil qilganimdan keyin tushuntirishlarni boshlayman. Birinchi masala menimcha hammaga to'liq ko'rinib turibdi. Birinchi masalamiz, demak, sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun bemalol ekranni kattalashtirsam bo'ladi, ya'ni yaqinlashtirsam bo'ladi. Xo'p, bizda birinchi masalamiz qora ruchka bilan The International Space Station, xalqaro fazoviy stansiyada, bu yerda stansiya, bu yerda bekat deb tarjima qilinadi. Xo'p, orbitasida nima bo'lar ekan? Earth, o'sha yerning o'rtacha tezlik average speed of 4.16 miles per second deyapti. Ya'ni 4.176 mil taqsim sekund tezlik bilan harakatlanar ekan. What is the station average speed? O'sha stansiyaning, fazoviy stansiyaning o'rtacha tezligi mil taqsim soatda qanday bo'ladi deb nima qilinyapti? Tarjima qilinyapti. Demak, birinchi so'zimiz bizada international so'zi. Demak, buni nazarda bosib olib, o'zini olamiz. International xalqaro deb tarjima qilinadi. Space bu fazo, koinot, odatda bo'sh joy, bo'shliqqa nisbatan ishlatiladi. Station bu bekat, ya'ni stansiya deb tarjima qilinadi. Orbita hisoblanadi. Earth bu yer degan ma'noni anglatadi. Average speed bu o'rtacha tezlik. Biz buni odatda V harfi bilan belgilaymiz. 4.176 mil taqsim sekund. Ya'ni bu yerda per degan jumla, ya'ni mana bu yerdagi per jumlasi har bir sekundda 4.176 mil masofani bosib o'tadi degan ma'noda nima qilinyapti? Kelyapti. Va xuddi shu tezlik, aynan mana shu tezlik endi bizdan mil taqsim sekundda emas, mil taqsim soatda so'ralyapti. Ya'ni bir o'lchov birligidan boshqa bir o'lchov birligiga o'tish masalasi ketyapti. Bu umuman bir murakkab bo'lgan masala emas. Demak, bizda tezligimiz bor ekan, orbitaning tezligi, orbitadagi o'sha nima? Fazoviy stansiyaning tezligi bor ekan, 4.176 mil taqsim sekund ekan. Sekund. Biz shuni mil taqsim nimaga o'tishimiz kerak? Soatga o'tishimiz kerak. Uning uchun sekunddan
soatga o'tib qo'yamiz. Bu 4,76 mil taqsim 1 sekund, bu 1 taqsim 3600 hour bo'ladi. Sekund, hour soat degan ma'noni aytadi. Demak, bu nima qilamiz? Sekundni o'zi soatning 1 taqsim 3600 qismini tashkil qiladi. Shuning uchun 1 sekund o'rniga shuni qo'ydik. Bu degani makrajdagi 3600 tepaga suratga 4,76 ni yoniga ko'paytirish bo'lib chiqadi va natija 4,76 ko'paytirilgan miles taqsim nima bo'lar ekan? Hour bo'lar ekan. Endi ushbu javob, kechirasizlar, mana bu yerda bitta jumla qolib ketdi. Bu o'sha 3600 ga ko'paytirish esimizdan chiqdi. Ko'paytirish 3600 miles taqsim nima ekan? Hour bo'lar ekan. Endi buni siz kalkulyator yordamida ham bemalol hisoblasangiz bo'ladi. Ammo bu yerdagi javoblardan kelib chiqadigan bo'lsak ham biz to'g'ri javobni darrov topsak bo'ladi. Qaranglar. 4 butunlik narsaga 3600 ni o'zini ko'paytirganimizda 14400 bo'ladi. Demak, bu yerdagi javob hozir 4,76 ga ko'paytirganimiz uchun 14400 dan katta bo'ladi. Ya'ni 14000 dan katta bo'ladi. Va 14000 dan katta yagona javob bor bizda. Mana u ham 17136 va bu javob D javob. Siz buni xohlasangiz kalkulyator yordamida tekshirib qo'yishingiz mumkin. Baribir ushbu misolimizda javobi D javob chiqar ekan. Demak, biz hozir nima qildik? Shunchaki bir tezlikning tezlik bor bizda. 4,76 mil taqsim sekund. Shuni mil taqsim soatga o'tib oldik. Tamam, boshqa hech qanaqa bir yangilik qilganimiz yo'q. Ammo o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bu yangi so'zlar hisoblanadi. Bu yangi so'zlar tarjimasini nima qilib qo'yishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Demak, international ko'pchilik ma'lum. International. Xalqaro degani. Xalqaro. Hop, space. Space odatda koinot, cheksizlik, bo'shliq degan ma'noni ham anglatadi. Koinot, bo'shliq degan ma'noni ham anglatadi. Yoki fazo degan ma'noni ham anglatadi. Odatda bo'sh joyga nisbatan ishlatiladi. Hop, station bekat degani. Station bu bekat, o'zimiz xuddiki avtobus bekatiga o'xshagan narsa. Bekat. Bekat. Endi bu yerda ikkinchi ma'nosi bu stansiya deb ham nima qilinadi, aytiladi. Stansiya deb ham aytiladi. Hop, Iris yer ekanligi demak ko'pchilikka ma'lum. Iris bu yer sayyorasi. Yer sayyorasi. Yer sayyorasi. Hop, average speed o'rtacha tezlik. Average bu statistikada o'rtacha degan ma'noni anglatadi. O'rtacha speed tezlik. Tezlik. Hop, mil uzunlik o'lchov birligi, sekund bu vaqt o'lchov birligi. Hop, watt kalit so'zini barcha biladi. Nima qanday degan ma'noni aytadi. Xuddi shu space station, ya'ni fazoviy stansiyaning tezligi mil taqsim soatda. Hour bu yerda soat. Endi bu yerda bir o'lchov birligidan boshqa bir o'lchov birligi o'tganimiz uchun bularni yozib qo'yishimiz kerak. Bu hour bu soat degani. Qolgani xuddi o'qilishiga o'xshaydi. Minut deb yoziladi, sekund deb yoziladi. Hop, yana asosiy narsalardan, masalan, vaqt o'lchov birliklaridan, misol uchun day kun, to'g'rimi? Yoki week, hafta. Bularni ham avvalgi darslarimizda juda ko'p ko'rganmiz. Yana eng qaysi vaqt o'lchov birliklari bor? Month, oy. Ya'ni oy, yilning 12 oyi degan ma'noda. Yanvar oyi, fevral oyi degan ma'nolardagi oy. Oy momo u boshqa narsa, u moon bo'ladi. Xo'p. Keyingisi yil, yer, yil ma'nosida keladi va asr bor bizda. Century. Asr, 21-asr, 22-asr dedik, o'sha asr ma'nosini nima qiladi, anglatib keladi. O'ylaymanki, ushbu masalamizning tarjimasi, yangi so'zlar tarjimasi va yechilishi tushunarli bo'ldi. Agar hammasi tushunarli bo'lsa, demak biz navbatdagi masalaga o'tsak bo'ladi. Navbatdagi masalamiz. Sizlarga ham to'liq ko'rinsin ushbu holat. Yaxshi, endi boshlasak bo'ladi. Navbatdagi masalamiz. The population density of islands. Iceland. Demak, bizlarning holatda bu yerda Iceland debdi. Agar Island bo'lganda edi, qanaydir orol deb tarjima qilsak bo'ladi. Demak, ma'lum bir hududda population density nima degani? Aholining zichligi. Population aholi ko'payish degan ma'noni aytadi. Density zichlik, aholining zichligi nima qilinadi desa, in people per square kilometer of a large area. O'sha yerdagi yuzaning, ya'ni bizlar qanaqadir bir aholi yashaydigan birorta bir yuza bo'ladigan bo'lsa, nima ish qilamiz desa,
o'sha har bir kvadrat kilometrda qancha odam borligiga qarab nima qilamiz, belgilaymiz. Misol uchun O'zbekistonning aholi zichligini topish uchun O'zbekistonning aholi sonini O'zbekistonning yer maydoniga bo'lish kerak. Demak, tushunarli. Demak, population densityni topish uchun mana yozamiz. Population densityni topish uchun, aholining zichligini topish uchun bu aholini sonini, umumiy aholi sonini, populationni o'zini arrayga bo'lishimiz kerak. Yuzaga nima qilishimiz kerak? Bo'lishimiz kerak. Yaxshi. Xo'p, bizga aytyapti. Mana shu population density 1990-yil 2,5 bo'lgan ekan qiymati, 2014-yilda esa 3,3 bo'lyapti. 1990-yilda 2,5 qiymatiga ega bo'lgan zichlik 2014-yilda 3,3 qiymatiga ega bo'lyapti. During this time period, mana bu time vaqt, period araliq, qanaydir bir vaqt aralig'i. Ushbu vaqt aralig'i mobaynida, during bu mobaynida deb tarjima qilinadi. The large area of island was nima bo'ldi? Ushbu davr oralig'ida uning yuzasi qancha bo'lgan ekan? 100 butun, kechirasizlar, 100 butun emas, bu 100,250 kvadrat kilometr bo'lgan ekan. How many did people island population increase from 1990 dan 2014 gacha bo'libdi? Ya'ni 1990-yildan 2004-yilgacha bo'lganda uning aholisi nimaga ko'paygan? Qanchaga increase bo'lyapti deyapti. Qaranglar, asosiy so'z. How many people by qancha ko'pchilik, qancha odam nima qilinyapti? Populationda, aholida increase bo'lyapti, oshyapti 1990-yildan 2014-yilgacha deb tarjima qilindi. Mana bu yerda from dan to gacha deb nima qilsangiz ham bo'ladi, bemalol tarjima qilsangiz bo'ladi. Ya'ni mana buni boshqacha bir sxema bilan tarjima qilsangiz bo'ladi. Mana 1 dan 10 gacha sanagan deymiz-ku. Bu mana shu 1990 dan 2014 gacha deb nima qilinar ekan? Tarjima qilinar ekan. Demak, aholini sonini qanchaga oshganini bilishimiz uchun avval aholining o'zini topishimiz kerak. Yuqoridagi mana bu formuladan men population, ya'ni mana buni topib olmoqchiman. Populationni topishim uchun men arrayni population densityga ko'paytiraman. Kelar shuni yozamiz. Demak, populationni topish uchun, aholining o'zini sonini topish uchun deylik, population densityni ko'paytirishimiz kerak ekan arrayga. Aholining qanchaga oshganini bilish uchun dastlabki qiymat bilan keyingi qiymat orasidagi farqni nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak bo'ladi. Tabiiyki, aholi ko'paygan va shuning evaziga aholining zichligi ortyapti. Mana 2,5 dan 3,3 ga ortyapti. Demak, o'sha bizdan so'ragan farqni topish uchun, difference'ni topishim uchun, mana misol uchun delta bilan belgilayman. O'sha farqni, difference. Nima deb ataladi? Farq deb ataladi. Ikkita qiymat orasidagi farq. Xo'p, P1 dan, ya'ni P2 dan, P2014 dan 2014-yildagi populationdan, aholining sonidan ayiraman P1990-yildagi aholining sonini. Bu yerda P sifatida men populationni belgilayapman. Yaxshi, hisob kitobini qilsak bo'ldi. Demak, difference, ya'ni o'sha bizga kerakli bo'lgan farq, diff deb qisqartirib yozaveraman. Xo'p, 2014-yilda qancha bo'lgan ekan desa, 3,3 nima? Kilometr kvadrat umumiy yuzaga nisbatan va aholisi soni qancha bo'libdi? Bizlarda umumiy yuzasi 3,3, demak densityga ko'paytirishimiz kerak ekan yuzaga. Ko'paytiramiz 100,250 ga. Va shundan ayirishimiz kerak 2,5 90-yildagi zichlik ko'paytirgan 90-yildagi yuza. Yuza o'zgarmagan ekan, demak yuzani umumiy qilib qavsdan tashqariga chiqarib olsak ham bo'ladi. Ya'ni 100,250 ga qavsdan tashqariga chiqarsak, bu 3,3 ayrilgan 2,5 degan qiymatni beradi. 3,3 dan ayiramiz 2,8 ni emas, 2,5 ni. Xo'p, natijada demak 100,250 ni ko'paytiramiz nimaga? 0,8 ga. Keling, mana shuning bitta 0 ni, bitta virgulni surishga ishlatadigan bo'lsak, 8 ni 25 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 200 bo'lar ekan. Xo'p, oldinda esa 8 ni 10 ga ko'paytirsak 80, ya'ni 80,200 bo'lar ekan ushbu qiymat. Demak, bizda to'g'ri javob D javob ekan. Mana masalamiz juda ham oson ekan, faqat tarjimasini to'g'ri tushunib, yaxshi e'tibor berib ishlasak, shuning o'zi yetarli bo'lar ekan. Yana bir marta boshidan tushuntirib boshlaymiz.
agar siz bu joy nomini tarjima qilmoqchi bo'lsangiz, o'z yo'liga, ya'ni bu qandaydir shahar nomi yoki mamlakat nomi, qandaydir bir hudud nomi bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Xo'p, ahamiyati yo'q, tarjima qilasizmi, yo'qmi? Demak, mana shu Icelanddagi aholining zichligi bizda berilgan. Bu kilometr kvadratga to'g'ri keladigan odamlar soni bilan o'lchanadi. Ushbu zichlik 90-yilda 2,5 qiymatiga, 2014-yilda esa 3,3 qiymatiga teng ekan. Ushbu vaqt mobaynida ushbu hududning yuzasi o'zgarmagan, ya'ni 100.250 kvadrat kilometr bo'lgan. Bizdan so'rayotgan narsa, qancha odamga ko'paygan ushbu Icelandning aholisi 1990-yildan 2014-yilgacha. Demak, aholining ko'payishini farqini topishimiz uchun avval aholining o'zini topishimiz kerak. Aholining o'zini topish uchun esa zichlikni aholi yashaydigan yuzaga ko'paytirdik va kerakli hisob kitoblarni amalga oshirdik. Demak, 80.200 chiqar ekan. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi, yechim bilan bog'liq holat qolmadi. Ammo bu yerga yangi so'zlar tarjimasini nima qilib qo'yishimiz kerak? Yozib qo'yishimiz kerak. Population bu aholi, ko'payish degan ma'noni anglatadi. Population. Shu masalada bu hozir aholi degan ma'noda kelyapti. Aholi. Density zichlik. Bu fizik kattalik. Fizikada ham haligi jismning zichligi degan narsa bor. Zichlik. Xo'p, yana kerak bo'ladigan so'zlardan. Xo'p, people odamlar, area yuza. People odamlar. Xo'p, area bu yuza. Ya'ni maydon. Yuza, maydon. Xo'p, yana bizga kerak increase oshish, from to degani dangacha deb tarjima qilinadi. Keling, shuni bitta sxema qilib yozib olamiz. Mana bunday qilib mobil yozamiz. Demak, from deymizda, x deymizda, to y deymiz. Bu degani ma'nosi x dan y gacha deb nima qilinadi? Tarjima qilinadi. Mana shuni men bu yoqda qizil bilan yozdim. Keyin shuni ham qizil qilib tagini nima qilib qo'yamiz? Bo'yab qo'yamiz. Mana shuni tagini ham qizil qilib bo'yab qo'yamiz. Menimcha shunda hammaga nima deydi? Qizil rangli joyi alohida e'tiborni nima qilib turadi? O'ziga jalb qilib turadi e'tiborni. Xo'p, bu yerda increase oshish, ko'payish ma'nosini anglatadi. Mana bu yerda boshqa so'zlarimiz ham bor ekan, mana. During bu biror bir ish qilish mobaynida yoki biror bir vaqt mobaynida degan ma'noni anglatadi. Mobaynida degan ma'noni anglatadi. Xo'p, this time period, bu vaqt oralig'i. Period oraliq. Period. Odatda vaqtga nisbatan ishlatiladi, ya'ni vaqt oralig'i. Oraliq. Time bu vaqt. Yaxshi. Xo'p. How many people degani nechta degani, ya'ni how many nechta qancha deb nima qilinadi? Tarjima qilinadi. How many sanaladigan otlar uchun how many deb aytiladi. Agar sanalmaydigan otlar bo'lsa how much bo'ladi. Ya'ni qancha, nechta, qanday miqdorda ekanligini bildirish uchun mana shu ikkalovi ham nima ishlatiladi bu. Nima deydi? Nechta, qancha degan ma'noda ishlatiladi. Nechta, qancha, ya'ni miqdorni ifodalovchi savol ma'nosida nima qilinar ekan? Ishlatilar ekan. Va increase bu yerda ikkita joyda kelgan ekan shu so'z, bilamiz, yozib qo'yamiz, bilsak ham. Increase bu biror bir qiymatning oshish, to'g'rimi? Ya'ni qiymatning o'sish. Va kamayish bor bizda, bilamiz. Decrease. Keyingi masalalarimizda kelsa qayta nima qilib o'tirmaymiz, yozib o'tirmaymiz. Hozir bittada tarjimada joyi kelganda yozib ketaveramiz. Demak, decrease bu birorta bir qiymatning kamayishi. Ya'ni pasayish. Qiymatning pasayishi, kamayishini nima qilar ekan? Anglatar ekan. O'ylaymanki, ushbu masalamizda tarjimasi ham, so'zlarning tarjimalari ham sizlarga nima bo'ldi? Tushunarli bo'ldi. Mavzuning misolni o'zini yechish bilan bir qatorda yangi chiqqan so'zlarni ham konspektdan yoki darsdan keyin beriladigan kviz lug'atlardan yodlab olishingizni maslahat beraman. Birato'la shu konspektni ko'rayotgan payt yodlab olsangiz ham yaxshi bo'ladi. Keyingi masalalar tarjima qilishga oson bo'ladi sizga. Biz esa navbatdagi masalaga o'tamiz. Chat qismida, men chat qismini kuzatib turibman. Bemalol sizlardan faollik yoki qanaqadir tashabbus kutib qolamiz sizlardan. Qaysi ma'noda nimadir bir
misollarda aytaylik, biz yechayotgan payt xato qilsak yoki noto'g'ri javob belgilaydigan bo'lsak yoki qanaqadir qo'shimcha fikr mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytishlaringiz mumkin. Demak, chat qismini ham kuzatib turibmiz imkon qadar. Va bizda bugungi darsimizdan birinchi marta yangi eshitayotgan jumlamiz bu ratio. Ratio deb yoziladi. Talaffuzda bu ratio deb tarjima qilinadi. Talaffuz qilinadi pronunciationda. Kelar yozamiz shu yerga. Ratio. Ratio. Bu nima bu desa, bu nisbat degani. Nisbat. Tushunali? O'zimizdan o'zbekcha nisbat. Ya'ni bir kattalikning ikkinchi kattalikka nisbati. Va bizga aytyapti. Ratio deb bitta kattalik beriladi-da, ikkinchisini aytadi. Misol uchun, keling shunga bitta struktura yozamiz, qaranglar. Ratio of m to n deydi. Bu degani m ning n ga nisbati. Qaranglar, chiroyli tarjima qilamiz. Nisbat nimaning nimaga nisbati desa, m ning n ga nisbati, ya'ni of ning degan ma'noni aytadi. Shu yerda hozir of so'zi tushib qolgan bo'lsa ham, shu m ning n ga nisbati ekanligini siz o'zingiz darrov nima qilishingiz kerak, tushunishingiz kerak va ushbu kattalik, ya'ni ushbu gap m taqsim n nisbat haqida gap ketayotganini nima qiladi, ifodalaydi. Bo'ldi shu. Demak, bizga aytyapti, ratio 140 to m, ya'ni 140 ning m ga nisbati equivalent to, mana shunga teng deyapti. Ratio 4 to 28. Ikkita nisbat bir-biriga tengligi aytilyapti. Biz bilamiz, bu nima? Ikkita nisbatning tengligi bizda matematikada proporsiya deb ataladi. M ning qiymatini so'rashyapti va ustozlarimiz allaqachon chat qismida javoblarni yozishyapti. Men ham biroz tezlashaman bo'lmasam. 140 ning m ga nisbati bu 4 ning 28 ga nisbati bo'lar ekan. Uni qisqartiramiz. 4,28 bu 1 taqsim 7 bo'ladi. 7 ni 140 ga ko'paytirsak bu 980 bo'lar ekan. Demak, javob yozadigan qismimizga m teng 980 emas, lekin ko'pchilik biladi. 980 ni o'zini javob sifatida yozishimiz kerak. So'zlarimiz avvaldan javoblarni yozishyapti chat qismida. Faolligi uchun alohida rahmat. Bitta yangi so'zimiz bor ekan bu yoqda. Bir nechta ekan, va kelinglar asosiylarni yozamiz. Bu equivalent to degani, ya'ni equivalent degani teng degan ma'noda, teng kuchli degan ma'noda keladi. Teng kuchli. Teng kuchli. Va value qiymat. Value qiymat. Endi buni birinchi darsdan beri ishlatamiz. O'zgaruvchining qiymati, konstantaning qiymati, ifodaning qiymati, nisbatning qiymati va hokazolar. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Bemalol navbatdagi misolga o'tsak ham bo'laveradi. Navbatdagi misolimiz. Xo'p. Hammaga ko'rinarli bo'lsin, keyin boshlaymiz tushuntirishni. How many fluid ounces are equivalent to 76 quarters? Bizga aytayaptiki, 76 quarter qancha fluid nima bo'ladi, uns bo'ladi deb bizlardan nima qilyapti, so'rayotgan ekan. 76 quarterimiz qancha bo'ladi deb, fluid uns bo'ladi deb bizlardan nima qilyapti, so'rayapti. Proporsiya qilib ham ishlasak bo'laveradi. Birinchi nima qilamiz desa, e'tibor bering. Bizlarga quarter orasidagi, mana quart ora bilan cups orasidagi bog'liqlik berilgan. Keyin cups bilan fluid orasidagi nima qilingan, bog'liqlik berilgan. Bizlar shuni ikkovini bitta qilib biridan ikkinchisiga nima qilib qo'ysak bo'lar ekan, o'tib qo'ysak bo'lar ekan. Kelar, yaxshisi bir kvartdan, hozir bizlarda kvartdan kapga, keyin kapdan fluidga o'tib turmasdan birato'la bular orasidagi bog'lanishni nima qilib qo'yamiz, topib qo'yamiz. Mana bir kvart yozilyapti, mana nimaga teng, 4 kapsga teng. Va mana shuni o'zi ham 4 ko'paytirgan kapsni o'rniga 8 fluid nimani qo'yamiz, unsni qo'yamiz. Bu o'lchov birliklari, to'g'rimi? Demak, shunda bir kvartimiz 4 kere 8 ga, ya'ni 32 fluid unsga teng bo'lar ekan. Unsga teng bo'lar ekan. Yaxshi. Shunda 76 kvartirimiz qancha bo'ladi? Demak, 76 kvartirni topish uchun 76 ni 32 ga ko'paytirish kerak. Chunki bir kvart 32 bo'lsa, 76 tasini topish uchun 76 kvartni topishim uchun men nima qilishim kerak? 76 ni ko'paytirishim kerak 32 fluidga, unsga. Fluid unsga. Demak, buni kalkulyator bilan chiroyli qilib o'zingiz darrov nima qilib qo'ysangiz bo'ladi, bajarsangiz bo'ladi. Mana kalkulyator ishlatib o'raman. Xo'p, 76 kere 32. 2432 ekan. 2432 ekan. Demak, ushbu masalamiz javobi 2432 bo'ladi. Mana shunday qilib javob yozib qo'yasiz. Shuni o'zi yetarli bo'ladi bizlar uchun. Xo'p, ya'ni to'g'ri javob uchun demoqchiman. To'g'ri javob uchun bo'ldi.
Xo'p, xohlasangiz siz proporsiya qilib boshqa bir usulda ham ishlashingiz mumkin edi. Eng muhimi o'zingiz xohlagan ma'noda nima qilsangiz bo'ladi, ketaveradi. Endi qarang, bu yerda biz tarjima qilishimiz shart bo'lmagan so'zlar. Mana fluid unsni tarjima qilish shart emas. Mana bu cupni tarjima qilish shart emas. Yoki quartni nima qilish shart emas, tarjima qilish shart emas. Bizga eng muhim narsa nima? How many deyapti? Qancha bo'ladi? Fluid unsda 76 quarters equivalent to deyapti. Teng demoqchi. 76 quarters qancha fluid unsga teng demoqchi. How many ni ham tarjimasini yozganmiz. Equivalent to ni ham tarjimasini yozganmiz. Shunchaki proporsiya qilib ishlab qo'ying yoki ko'paytirib ishlab qo'ying. Bu o'zingizni xohishingiz, eng muhimi ushbu masalani ishlab bersangiz bo'ladi. Xo'p, demak biz chat qismidan ham xabardor bo'lib turamiz. Navbatdagi masalaga o'tsak bo'ladi. Navbatdagi masalamiz. Xo'p, yaxshi misol. Qaranglar, ko'rinishidan oddiy, sodda misolga o'xshaydi va bir qaraganda xuddi esaytida bu savol tushmaydi ham deb yuborishingiz mumkin. X taqsim y ning 4 ekanligi berilgan hamda 24 taqsim n ko'paytirish x y teng 4 n ning qiymatini toping deyapti. Xo'p, tarjimada if agar deb tarjima qilinadi, ushbu tenglik o'rinli bo'lsa, and va deb tarjima qilinadi, ikkinchi tenglik o'rinli bo'lsa, what is the value of n? N ning qiymati qanday? Bo'ldi, buni shunchaki o'rniga qo'yish bilan ham bajarib qo'yaveramiz. Demak, birinchi mana bu ikkinchi tenglikdan yozib olamiz. 24 taqsim n ko'paytirgan x taqsim y teng 4. Mana bu x y ning mana bu 4 ga teng ekanligi aytilgan. Demak, 24 taqsim n ko'paytirish 4 teng 4. 4 bilan 4 qisqaradi, bu tomonda 1 qoladi. N ni ko'paytirib yuborsak, n ning 24 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Bo'ldi shu. Demak, bu yerda yangi hech qanaqa nimasi yo'q ekan, so'z yo'q ekan. Yangi qiyinchilik joyi yo'q ekan. Yangi so'zlarimiz bu if, agar deb tarjima qilinadi bizda, and bu va deb tarjima qilinadi, or degan so'zimiz bor. Bu bizda yoki deb tarjima qilinadi, yoki biror bir narsani inkor qilish uchun not so'zi ishlatiladi. Ya'ni biror bir narsani emas degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni inkorni ifodalovchi ma'no bor. Keyin hamda yoki na bunisi degan ma'noda either or hamda neither nor strukturalari ham bor. U masalada kelsa ishlatamiz. Eng qiziq tomoni o'rtoqlar, xuddi shunaqa tipdagi masala mana 6-iyun kuni o'zimizga tushdi. Mana shu savol. Mana men o'zimga tushgan savolni esimda boricha sizlarga aytib beraman. Demak, menga tushgan savol bu x y emas, m taqsim n lik edi. M taqsim n ning qiymati 3 ga teng. Men topishim kerak edi adashmasam 12 taqsim t, bu yoqda m n ni bor. Mana shuning o'zini nimaga teng ekanligini adashmasam bu yoqda 6 midi? Shunga o'xshashroq qiymat yoki bu yoqdan 2, mana bu 12 bo'lishi ham mumkin. Mana o'zimga berilganda 12 bo'lib, mana bu yerdan 2 mi? Mana shu aniq raqamlarni eslolmayman. Mana shunday shaklda tushda adashmasam. Bo'ldi. Mana shu savol menga haqiqiy imtihonda tushgan savol. M qo'yaman, bu misol, ya'ni masala degan ma'noda. O'rniga keltirib qo'yib yechamiz va masala bu haqiqiy imtihonda tushadigan tipdagi masala hisoblanadi. M taqsim n o'rniga 12 ni keltirib qo'ysak, 2 taqsim t ko'paytirish 12 teng 6 masala bo'ladi. Xo'p, qisqartirib yuboradigan bo'lsak, t ni topsak 24 taqsim 6 bu 4 bo'lar ekan. Raqamlarda hozir adashayotgan bo'lishim mumkin, aniqroq adashayotganim aniq. Chunki men aniq eslayman, shu misolning javobini 1 taqsim 2 chiqargan edim. Demak, raqamlarda adashayotganimiz bilan bizga aynan shu tipdagi masala imtihonda tushadi. Oddiy masala ekan deb bee'tibor bo'lib haligi ishlamasdan o'tkazib yuborishlar bo'lmasin o'rtoqlar. Demak, nima qilib qo'yamiz? Oddiy misollarga ham diqqat bilan e'tibor qaratib ishlab qo'yamiz. Menimcha bu yerda hammaga tushunarli vaziyat. Navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi misolimizda hammaga to'liq ko'rinsin, keyin boshlaymiz. Xo'p, bizga aytyapti. Pure beeswax has density 0.55 uns per cubic inch deb aytyapti. Yana o'sha nimaligini bilmaymiz-u, zichllikka oid bo'lgan masala haqida gap ketyapti. Mana density nimanidir zichligi. Endi zichlik boshqacha. Uns og'irlik o'lchov birligi ma'nosida kelyapti, per cubic inch. Fizikadagi zichlik bilan belgilasak bo'ladi. Esingizda bo'lsa, fizikada biz rho harf bilan belgilardik zichlikni. Kelar endi biz hozir buni belgilashlar qilib o'tirmasdan shunchaki so'zini yozamiz. Density, ya'ni zichlik teng nechiga? 0.555 o'lchov birligi uns taqsim inik kub. E'tibor bering. Ya'ni qandaydir massani hajmga bo'lish natijasida hosil bo'layotganligi ma'lum bo'lib turibdi. Va bizga aytyaptiki, an online company sells, ana
qanaqadir bir onlayn kompaniya sotyapti ekan, nimani desa, mana shu biz sotib olmoqchi bo'layotgan narsadan mana shu Pure Beeswax'ni, Pure Beeswax deb o'zini nomicha o'qiymiz. Mana shu Pure Beeswax'larni sotayotgan ekan. Qancha narxdan desa, har bir kilosini $8 narxini nima qilayotgan ekan? Sotayotgan ekan. Shunda aytyapti, what is the selling price? Ya'ni sotuv narxi qancha bo'ladi? In dollars, to'g'rimi? Per cubic inch, ya'ni bizlarda har birini o'sha har bir unsi $8 bo'layotgan bo'lsa, bizlarda per cubic inch har bir kubigi uchun qanchadan dollar to'lanayotgan bo'ladi deb nima qilyapti? Aytilyapti. Biz bilamiz, umumiy narxni topish uchun nima ish qilishimiz kerak? Deylik, 10 kilo qandaydir bir mahsulotning narxini topishimiz uchun 10 ni uning 1 kilosining narxiga nima qilar ekanmiz? Ko'paytirar ekanmiz. Ya'ni hozir mana bu yerda unusning o'rniga o'sha 1 kilo uchun to'lanadigan haqni yozishimiz kerak bo'lyapti. Mana shu uns bizlarga bir uns necha pulga tushadi desa, o'sha unsning o'rniga nima qilamiz? Bir unsning narxini yozamiz. Bir unsning narxi mana belgilangan. Mana per uns deyapti. Qancha ekan? $8. Price. Narx belgilanyapti. Yaxshi, shuni o'rniga qo'ysak, demak biz quyidagicha qiymatga ega bo'lamiz. Bundan kelib chiqadiki, ya'ni kelib chiqadiki deymiz. 0,555 unsning o'rniga $8 qo'yamiz. Taqsim nima bo'lar ekan? Ink kub bo'ladi. Ya'ni qiymat ana endi unsdan dollar taqsim ink kubga o'tdi. Bu degani 0,855 555 kechirasiz. 8 ga ko'paytirdik. Ustozlarimiz javoblarni oldindan yozishibdi. Rahmat bu uchun. 4,44 dollar taqsim ink kub bo'ladi. Bo'ldi. Ushbu masalamiz javobi 4,44 bo'lar ekan. Yana bir marta eslataman. Javoblar qismiga javoblaringizni yozayotgan paytda hech qanday o'lchov birligi yozmaysiz. Faqat va faqat o'zini yozasiz. Qanaqadir dollar belgilari, santimetr kvadrat yoki boshqa ta degan kabi jumlalar ishlatilmaydi. Faqat va faqat son yoziladi. Demak, ushbu masalamizning javobi 4,4 bo'lar ekan. Xo'p, hisob kitobga yordam berganingiz uchun rahmat ustoz. Qaysi bir ustozimiz hisoblabdi. Virgul ham yozmaymiz deyishdi. Ha, bu yerda virgul yozmaysiz. Mana qarang, e'tibor bering. Men ham virgul yozmadim. Javoblariga 4 nima? Mana nuqta. 4,44. Ya'ni bizlarda SATda sonning butun qismi va kasr qismi orasidagi farq, ya'ni ajratish nuqta orqali bo'ladi. Yana bitta narsaga e'tibor bering. Agar soningiz deylik 15,600 bo'lsa, mana 15,600 bo'lsa, 15,000 dan keyin SATning savollarida ehtimol virgul qo'yish holatlari uchraydi, lekin siz u yerga virgul qo'ymasdan shunchaki 15,600 yozing bo'ldi. Shuni ularni o'zlari shuni bilib oladi. Yaxshi. Xo'p, qo'shimcha informatsiya uchun ham ustozimizga alohida katta rahmat. Endi yangi so'zlarni o'rganib olamiz. E'tibor bering. Tarjimada qiynalyapman deydiganlar uchun men qizil ruchka bilan qizil bilan belgilayman. Mana shu Pure Beeswax'ni tarjimasini men ham bilmayman. Va hozir shu masalani yechishda bu menga kerak emas. Xullas, nimadir sotilyapti va uning menga narxi va zichligi bilan bog'liq narsalarni bilish yetarli mendan so'ralgan narsani hisoblash uchun. Xo'p, bu yerda densityning zichligi ekanligi aytilgan, avvalgi masalalarda aytildi. Online company sales, bu degani mana bu so'zlarga e'tibor beramiz. Online deb tarjima qilinadi, kompaniya deb tarjima qilinadi, sell sotmoq, sotmoq. Xo'p, price narx. Yaxshi. What is the selling price? Selling price bu sotuv narxi. Xo'p, sell sotmoq, sotuv degan narsa bu sale hisoblanadi. Tushunarli? Sotuv. Endi ikkalovidan qo'shib jumla chiqaring. Selling price degani demak bu sotuv narxi deb nima qilinadi? Tarjima qilinadi. Xo'p, for mana bu yerda uchun deb tarjima qilinadi. Mana for uchun deb tarjima qilinadi. For. Agar oddiy ot bilan kelganda uchun deb tarjima qilinadi, o'sha ot uchun ma'nosida anglatadi. Qanaqadir vaqt bilan kelsa, o'sha vaqt mobaynida degan ma'noni nima qiladi? Anglatadi. Xo'p, mana bu yerda yangi so'zimiz purchase, xarid qilmoq. From this company, bu kompaniyadan xarid qilganingda qancha bo'lar edi o'shaning sotuv narxi deb aytyapti. Demak, from dan this company bularning tarjimasi ma'lum, purchase xarid qilmoq deb tarjima qilinadi. Xarid qilmoq. O'ylaymanki, ushbu masalaning yechimi ham barchaga tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'tamiz, xudo xohlasa. Xo'p, misollarimiz tezlashgani sari sizlarni
aktivliklaringizni kutib qolamiz. Demak, avvalgi ishlagan misolimizga o'xshagan masala ekan. Ratio kelyapti. Ratio nima edi? Nisbat edi. Ya'ni x ning y ga nisbati deyapti. Equivalent to teng 9 ning 5 ga nisbati. Yaxshi, 9 taqsim 5 ekan. Bizga aytyapti, agar x ning qiymati 162 bo'lsa, demak, x ning o'rniga 162 qo'yamiz, y ning qiymatini so'rayapti mana shu. Y ning qiymatini topish kerak, xolos. Bo'ldi. Kelar, mana buni yana ham osonroq qilamiz. 62 biz 81 kera 2 bo'lgani uchun mana buni 9 ko'paytirgan 9 ko'paytirish 2 taqsim y qilaman. Shundan mana bu 9 bilan mana bu 9 nima qilib ketadi? Soddalashib ketadi. Y ni topsam 5 ko'paytirgan 9 ko'paytirish 2 bo'ladi. 5 bilan 2 ni ko'paytirib qo'yamiz. 10. Demak, 9 ga ko'paytirsak javob 90 bo'lar ekan. Xo'p, ustozimiz aytyaptilarki 40 deb javob chiqaribdilar, lekin ammo bizda 90 chiqdi ushbu masalaning javobi. Yana bir hisob kitoblarimizga qarab ko'ramiz va manimcha to'g'ri hisobladik, 90 bo'ladi. 90 bo'ladida. Manda bu yoqda haqiqiy demak ushbu fayllarning, ushbu savollarning javoblarini ham baravar tekshirib ketaman. Deylik, necha yillik tajriba yoki opit bo'lishidan qat'iy nazar baribir elementar hisob kitoblarda ham adashmasligimiz uchun kaliti bor, ishlangan, yechimlari bor bo'lgan savollarni o'rganish maqsadga muvofiq. Endi ish jarayonida o'rganish bo'ladi va buni to'g'ri tushunamiz. Albatta, bu xato qilmaydigan odam, u hech narsa qilmaydigan odam. Vaholanki uning eng katta xatosi shu. O'rganuvchi odamda xato qilish bu normal holat. Va biz davom etamiz. Normal holat. Xo'p, bizda masala berilyapti. Qaranglar, masalani jumlasi, ko'rinishi borgan sari vahimalashib, kattalashib ketyapti, lekin javobi hozir siz ko'rganingizdan keyin juda ham nima bo'lib qoladi? Oson ekanligi ma'lum bo'lib qolyapti. Mana e'tibor beramiz. A particular track meet, demak nima bo'lyapti bizlarda? Meet bo'lyapti. Qandaydir uchrashuv bo'lyapti. Uchrashuvda ratio of coaches to athletes, murabbiylarning atletlarga, ya'ni sportchilarga nisbati 1:26. Ya'ni bitta murabbiyga 26 ta sportchi nima qilar ekan? To'g'ri kelar ekan. Bu yerda ratio haqida gap ketyapti. Mana ratio of coaches to athletes 1:26. Demak, bizlar coachlarni, murabbiylarning atletlarga nisbati nima bo'lyapti? 1 taqsim 26. Bu degan bitta murabbiyga 26 ta sportchi to'g'ri keladi degan. Yaxshi. Agar bu yerda if they are, mana they are degani bu yerda deb tarjima qilinadi. Tushunali? Bu yerda va ko'plikda nimadir borligini aytmoqchi bo'lyapti. Xo'p, nima bor desa x ta coach bor. X ta coach degani x ta murabbiy bor demoqchi. Which of the following expressions number of athleteslar sonini qanday topamiz deb nima qilyapti? Bizlarga aytyapti. Bu yerda o'sha atletlarda athletes. Mana bo'ldi. Bu yerda ortiqcha hech narsaning hojati yo'q. Demak, bitta murabbiyga 26 ta sportchi to'g'ri keladigan bo'lsa, x ta murabbiyga proporsiya mana shu yerdagi shu turishidan proporsiyamizdan ma'lum 26 x miqdordagi nima bo'ladi? Atletlar to'g'ri keladi. Va bu yerda to'g'ri javob B javob. Bo'ldi shu. Buni hatto o'zingiz ham nima qilsangiz bo'lardi? Darrov buni qarab ham javobini aytib qo'ysangiz bemalol bo'lardi. Demak, mit mana bu yerdagi hamma so'zlarning tarjimasini bilishingiz kerak emas. Partikular biror bir narsaning qismini ifodalaydi. Mit uchrashuv deb tarjima qilinadi. Mana asosiy so'zlarga e'tibor beramiz. Mit qanaqadir sport musobaqalari oldidan bilasiz, press konferensiyalar bo'ladi. O'shanaqa uchrashuvlarning biri bo'lyapti. Coach murabbiy deb tarjima qilinadi. Atlet bu umumiy ma'noda og'ir atletika, yengil atletika bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan aytiladi, lekin bu yerda sportchilar ma'nosida kelyapti. Sportchilar ma'nosida kelyapti. Chunki qanaqa sport haqida gap ketayotganini bilmasangiz, sportchi deb tarjima qilib ketavering. Xo'p, ushbu uchrashuvda x ta murabbiy bo'ladigan bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri? Mana qarang. Which of the following juda ko'p ishlatganmiz. Quyidagilardan qaysi biri expression ifoda sifatida represents ifodalaydi. Nimani desa, number of athletes sportchilarning sonini ifodalaydi. Qaysiki at the track meet uchrashuvdagi sportchilarning sonini ifodalaydi deb aytyapti. Demak, yangi so'zlarimizni yozib ketamiz. Meet uchrashuv. Misol uchun hozir bizlar ham sizlar bilan Zoom meetingda turibmiz. Qarang, meet uchrashmoq, meeting uchrashuv. Bu ot. Biz hozir sizlar bilan Zoom meetingda turibmiz. Zoomda uchrashuvda turibmiz degan. Ratio nisbat. Demak, coach murabbiy, jamoa murabbiy. Atletni atlet yoki shu yerdagidek nima deb
Nima qilsangiz bo'ladi? Em, Sportchi deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Which of the following quyidagilardan qaysi biri expression ifoda? Which of the following quyidagilardan qaysi biri degan ma'noda yoki qaysi degan ma'noda kelyapti. Tushunarlimi? Quyidagilardan qaysi biri? Xo'p, expression ifoda. Xo'p, represents ifodalamoq. Ifodalamoq. Xo'p, number of athletes bu atletlarning soni. Number of deb biror bir narsa kelsa, o'sha narsaning miqdori haqida gap ketayotgan bo'ladi. Xo'p, o'ylaymanki, yangi so'zlarimiz tarjimasi va masalani yechimi tushunarli bo'ldi. Va sizlardan bitta narsani so'ramoqchiman, hurmatli kuzatuvchilar. Avvalgi darslarimizda deylik, mana nasib bo'lsa 15 dan oshib qoldi darslarimiz. Ishlatilgan so'zlarni qayta-qayta yozishim sizlarga noqulaylik tug'dirmaydimi yoki erinmay yozib ketaveraymi yangi bizni kuzatuvchilarimiz uchun? Tarjimada yoki imkon qadar tarjimani asosiy so'zlarini yozib juda tez, odatda ko'p ishlatiladigan so'zlarni qayta-qayta yozmasdan tez misollarni ishlashga e'tibor qaratamizmi? Fikrlaringizni bitta yozib yuboring. Nimaga ko'proq e'tibor qaratamiz? Misol yechimigami, tarjimagami? Bemalol, demak, chat qismida yechim desangiz, yechim, tarjima desangiz, tarjima, shunga qarab e'tibor qaratamiz. Ya'ni bizda hech qanaqa bir qat'iy nimalar yo'q, cheklovlar yo'q. Xo'p, tarjimani yozaylik, esimizda qoladi deyishyapti. Albatta, darsni boshida ham aytdim, bundan buyog'iga bizlar matnli masalalardan juda ham ko'p ishlaymiz va o'sha matnli masalalarni yechayotgan paytimizda juda ko'p so'zlarni qayta-qayta ishlatishimizga to'g'ri keladi. Dars mobaynida takrorlab ketilsa, joyida takrorlab ketilsa, demak bu maqsadga muvofiq. Demak, ko'pchilik ovoz bilan tarjimaga ham ustoz erinmay yozaveraylik degan fikrga kelishdi va ularning fikrlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Sizlarga to'liq ko'rinsin, keyin ishlashni boshlaymiz, xudo xolasa. Demak, 10 aprel 18, ya'ni 18-aprelda. Qaranglar, 18-aprelda. Agar biror bir vaqt nuqtai nazardan bo'lsa, masalan, mana shu sana 18-aprelda demoqchi bo'lsa, 10 degan predlog ishlatiladi. Agar birorta bir yilda demoqchi bo'lsa, in degan predlog ishlatiladi. E'tibor beringlar mana shu narsaga. Ba'zida so'raydi, matematikada o'zim ingliz tilida nimaga predloglar kerak, ishlatilish o'rinlari va hokazo. Demak, 1775-yilning 18-aprelda Paul Revere set off his mindset right from Charlestown to Lexington. U o'zini nima qilibdi? Qanaqadir bir set off nima qilibdi? O'zining hit midnight right. Midnight degani bu tungi, right biror bir narsani haydamoq. Tunda biror bir narsani nima qilish kerak? Haydashni nima qilibdi? O'ziga bir ish qilibdi. Shunda if he had ridden straight to Lexington without stopping, u aytayaptiki, agar u haydagan bo'lsa, o'sha nima haydab ketayotgan bo'lsa, balki velosipeddir, balki mashinadir, farqi yo'q. Nima haydayotgan bo'lsa ham straight, to'g'ri haydabdi to Lexington shaharigacha without stopping. With bilan deb tarjima qilinadi, without va bu yerda ot ekan. Bu yerda without siz degan ma'noda, ya'ni biror bir narsasiz. Bu yerda hech qanday to'xtashlarsiz to'g'ri haydabdi degan ma'noda aytilyapti va he would have traveled 16 miles in 26 minut. Va u aytayaptiki, u nima qilibdi? Sayohat qilibdi, o'sha haydab yuribdi 16 mil masofani 26 daqiqa ichida. Va bizga aytayapti, demak biz uni bemalol tezligini topib olsak bo'lar ekan. Tezligi qancha ekan? V teng 111 miles taqsim 26 minut. Bilamiz, tezligini topish uchun bosib o'tilgan masofani, shu masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtga nima qilishimiz kerak? Bo'lishimiz kerak. Biz uni harakatlanish tezligini topdik. Ya'ni aynan mana shu tezlik bizda nima deb beriladi desa, average speed deb beriladi. Yaxshi. Endi bizga aytayapti. Average speed of his horse. Horse mana ana endi nimani minganini bilsak bo'ladi. Horse ot ekan. Ot haydab kelayotgan ekan, ya'ni otda sayohat qilayotgan ekan. Bitta ustozimiz chat qismiga
yozibdilar ham, ot haydash ekan ustoz degan ma'noda kelibdilar. Demak, u otini haydab ketayotgan bo'lsa, u miliga, ya'ni bir milda necha soat, kechirasizlar, soatiga necha mil masofa yurgan bo'ladi va bizga aytyapti, shuni nearest tens debdi. Bu degani 10dan birlar xonasigacha yaqinlik bilan aniqlang demoqchi. Bu degani hozir kerakli hisob kitoblarni aniqlik kiriting va oxirgi javobingizni round up qilasiz. Ya'ni 10dan birlar xonasigacha aniqlikda yaxlatlang degan ma'noda kelyapti. O'ylaymanki, ushbu masalani tarjimasi tushunarli bo'ldi. Endi ishlashga kirishamiz. Demak, ushbu tezlikni 11 tepadagi mil o'zgarmaydi. Pastdagi minutdan soatga o'tishimiz kerak. 26. Endi 1 minutimiz bu 1/60 soat. Hourni beradi. 60 tepaga chiqadi doni 11 ko'paytirish 60/26 mils taqsim nimani berar ekan? Hourni berar ekan. Demak, 11 ni 60 ga ko'paytirib, mana kalkulyatorni ishlatib olamiz. Kalkulyator ishlatib olamiz. 11 ni ko'paytiramiz 60 ga, bo'lamiz 26 ga. 25 butun, to'g'ri hisobladi shekilli, 25 butun 100 dan 38 chiqibdi. Mana buni taqribiy qiymati 25 butun 100 dan, mana men nuqta qo'yaman, 38, yana izidagi ikkita uchta raqamni yozaman, masalan 46 shunaqa chiqyapti. Ammo bizdan so'rayotgan narsa mana bu nearest tens degani. Aynan so'ralgan xonaning aniqligida javobini yozishingiz kerak. Deylik, hozir ABCD kaltlari bo'lganda ham boshqa gap edi. ABCD kaltlari bo'lganda ham boshqa gap edi. Aynan shuni o'zini bilmaganimiz uchun, ya'ni hozir javob yozishimiz kerak. Aynan so'ralgan xonagacha aniqlikda yozmasak javobimiz xato bo'ladi. Demak, bizlar 10dan birlar xonagacha aniqlikda yozmoqchi bo'lsak, virguldan keyin bir xona qoldirsak yetadi. Buning uchun o'ng tomonga qaraymiz. O'ng tomonda 8 bor. 8, demak, yaxlatlash qoidasiga ko'ra bilamiz, tashlab yuborilayotgan qaysi xona bo'lsa, o'sha xonadan bitta o'ngdagi xonadagi raqam 5 yoki undan katta bo'lsa, yaxlatlashda aytilgan xona, kerakli xona bittaga oshiriladi. Demak, bizning javobimiz bu yerda 25/10 bo'ladi. Ushbu masalamizda javobi. Nimaga? Sababi biz 8 ni tashlab yuboryapmiz. Shunda 3 4 ga nima qilar ekan? Almashar ekan. Va ustozimiz yozibdi masalani javobini 25/10 deb. 25/10 va 25/10 deyishdi. 25/10 deb yozgan javobingiz to'g'ri ustoz. Sababi aynan shu yaxlatlash qoidasini ham bilasizmi yo'qmi, shu bitada shuni ham nima qilib ketadi, o'zi tekshirib ketadi. Xo'p, demak masalaning yechimi tushunarli bo'ldi. Shunchaki bir o'lchov birligidan boshqa o'lchov birligiga o'tdik, xolos. Masalaning ichidagi boshqa so'zlar, e'tibor bering. Mana oddiy qilib bizga o'rtacha tezlik, ya'ni 11 mil taqsim 11/26 mil taqsim minut, mil taqsim soatga o'tganda qancha bo'ladi desa bo'ladi, lekin bu matnli masala qilib, qanaqadir bir katta bir sayohat qilib, Paul Reverning Charlestowndan Lexingtonga sayohati bo'ldi, bu to'g'ri yurdi to'xtamasdan deb nima qilib beradi, bizga aytib beradi. Mana bu without stopping degan gapi o'sha 26 daqiqa mobaynida umuman to'xtamasdan harakatlanganini nima qilib beradi, ifodalaydi. Deylik, 10 minut dam olish uchun to'xtadi degan gapi bo'lganda, demak 16 minut harakatlangan bo'lar edi. Yaxshi. Demak, kerakli so'zlarni nima qilib ketamiz? Tarjimasini yozib ketamiz. Bu yerda right biror bir narsani haydamoq, minmoq ma'nosida keladi. Haydamoq, minmoq ma'nosida keladi. Hop, from Charleston to Lexington, bu shaharlarning nomi dangacha deb tarjima qilinadi. If, agar, straight, to'g'ri degani. Straight, to'ppa-to'g'ri. Masalan, mana o'ngga burilish, chapga burilish, qayrilib borish, to'g'riga ketish bor-ku, o'sha yo'nalish ma'nosidagi to'g'riga degani. Straight, to'g'riga, yo'nalish. Men qarshisiga yozib qo'yaman, bu yo'nalish ma'nosiga ketyapti. Yo'nalish ma'nosida. Xo'p, without stopping degani to'xtamasdan degani. Without stopping degani, mana. Without stopping. Stop, to'xtamoq. Bu to'xtamasdan degani. To'xtamasdan. Mana misol uchun men sizlarga tashib beradigan fayllarimda ikki xil nima bo'ladi. Misol uchun men bunaqa yozaman. Nimadir yozaman doni sizlarga with answers deyman. Ya'ni bu javoblari bilan degani. Ya'ni qanaqadir bitta fayl, savollar ichida javoblari bilan. Sizlarga keyin javoblarsiz versiyasini tashib bersam, oxirida mana bunaqa yozaman. Demak, without answers.
Javoblarsiz degan. Ya'ni o'sha faylni o'zi ichida faqat savollari bor, javoblari yo'q. Javoblarsiz holatda degani. Ya'ni o'sha javoblari yo'q degan ma'noni nima qiladi? Ifodalaydi. Yaxshi. Xo'p, average speed o'rtacha tezlik ekanligini aytdik. Travel bu sayohat yoki fe'l sifatida kelganda sayohat qilmoq, harakatlanmoq ma'nosida, bir joydan ikkinchi joyga safar qilmoq ma'nosini anglatadi. Xo'p, travel bu sayohat yoki safar deb tarjima qilinadi. Safar. Bir joydan ikkinchi joyga sayohat qilish, safar qilish. Xo'p, yana yangi so'zlarimizdan bizda xo'p, horse demak, uy hayvoni. Horse, ot. 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 Demak, bu uy hayvoni. Ana bu e, bizlardagi so'z turkumlaridagi ot emas, ya'ni noun emas. Xo'p, nearest tenses. Ana shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Near yaqin degani. Mana. Near sifat ma'nosida yaqinlikni ifodalaydi. Ya'ni biror bir narsaga yaqin. Mani uyim maktabga yaqin. Mani uyim misol uchun katta yo'lga yaqin. Ana shu yaqinni ifodalaydi. Nearest bu orttirma sifat bo'lgani uchun eng yaqin degan ma'noni anglatadi. Nearest eng yaqin. Yaqin. Endi e'tibor bering. Bizlarda xona birliklari bor. Birlar xonasi, o'nlar xonasi, yuzlar xonasi, o'ndan birlar xonasi, yuzdan birlar xonasi. Aha. Va bizdan so'rayotgan narsa, misol uchun hozir 10 deyapti-da, oxiriga th qo'shyapti. E'tibor bering, mana shu yerda qizil ruchkani qo'limga olaman. Th. Agar orqasiga th qo'shilsa, bilingki, 10 o'zi o'nlar xonasi, lekin orqasiga th qo'shilsa, o'ndan birlar xonasi. Yoki hundreds th qo'shadi oxiriga, yuzdan birlar xonasi. Yoki thousand th qo'yadi. Thousand qo'yadi, oxiriga th qo'yadi. Bu degani o'sha yuzdan, mingdan birlar xonasigacha degan ma'noda nima qiladi? Anglatadi. Yoki o'sha xonagacha aniqlikda hisoblang degan ma'noda bizga nima qiladi? Keladi. Bu yerda hozir o'sha o'ndan birlar xonasi degan ma'noni nima qilyapti? Ifodalayapti. Nima ekan? O'ndan birlar xonasi. Endi xona birliklarini hamma juda ham yaxshi bilib tushunib turibdi. Bu yer o'sha o'ndan birlar xonasigacha aniqlik bilan hisob-kitob qilish nazarda tutilgan. O'ylaymanki, ushbu masalamizda uchragan yangi so'zlar va ularning tarjimalari hammaga tushunarli bo'ldi. Oxirgi javobni ham to'g'ri qilib yozib qo'yishimiz kerak, o'rtoqlar. 25,4. 25,4. Va agar hammasi joyida bo'lsa, demak, navbatdagisiga o'tamiz. Chat qismini ham bitta o'qib qo'yamiz. Ustozlarimiz fikrlarini yozyapti. Juda ko'p tushgan misollarda minglar xonasiga yaxlatlang deb aytyapti. Bu yerda deylik, sizga agar qaysi xonagacha yaxlatlash kerakligi aytilmasa, hurmatli o'rganuvchilar, u yerning o'zini qoidasi bor. Bizda agar javoblar oynasiga kiritayotgan narsangiz, ya'ni o'sha musbat son yoki manfiy sonligiga qarab, o'nlar xonasi virguldan keyingi xonalarning sonini siz o'zingiz nima qilasiz? Xohlagancha yozib yubora olmaysiz. Ya'ni bu yerda nima bor? Cheklov bor. Bu o'sha matematik javoblaringizni o'zingiz yozadigan qismda qanaqa kiritishingiz sizlarga aytilgan. Demak, bizlar ko'pi bilan nechta qilishimiz mumkin desa, demak 5 character deydi. Character degani bu 5 ta belgi ishlatishing mumkin. Agar musbat sonlari, pozitiv numberlar yozayotgan bo'lsang, 6 tagacha belgi ham ishlatsang bo'ladi. Agar negativ sonlarni yozayotgan bo'lsang, kitobi o'sha minus belgisi negativdan ifodalaydi. Misol uchun, sizni javobingiz juda uzun bo'lib ketgan taqdirda ham, misol uchun, mana shu yuqoridagi qiymatni olamiz. Mana 25,3846 virguldan keyingi javob bo'ladigan bo'lsa va menga umuman yaxlatlash haqida hech narsa aytilmasa, men quyidagicha javob yozgan bo'lardim. Faraz qiling, haqiqiy javob, ya'ni taqribiy javob 25,4836 va hokazo, misol uchun 7, 9, 2 nimadir mana shunaqa qiymatlarni beradi. Men musbat son yozayotganim uchun nima ishlataman? E'tibor beringlar, mana bunday bo'ladi. Musbat son yozayotgan bo'lsang, 5 ta belgigacha ishlatishing mumkin deydi. Nuqta ham, mana nuqta ham bitta belgi hisoblanadi deydi. Va sizga necha xonagacha aniqlikda yaxlatlash aytilmagan bo'lsa, kelaman bu 4 emas edi, necha edi adashmasam? 3 midi? Shunaqa edi. Agar necha xona aniqlikda hisoblash aytilmagan bo'lsa, siz 5 ta belgi olishingiz kerak. Endi boshiga qaraysiz-da 5 ta belgini. Qachon? Mana 25 butun nuqta bilan 3 ta belgi ketdi, orqasiga 2 ta 38. Mana shu yerda demak hisob kitobini bemalol mana shunday yozib qo'ysak bo'ladi. 25,38 deb yozib qo'yishingizni o'zi yetarli bo'ladi.
Agar necha qaysi xonagacha yaqinlashish aytilmaganda nariyog'ini yozish shart emas. Chunki qoidaga ko'ra ham 5 ta belgi kiritishing kerak deb turib, o'sha har bir modulning boshlanishida sizga bu narsa directionlarda, ya'ni ko'rsatmalarda aytib qo'yilgan bo'ladi. Agar manfiy son yozayotgan bo'lsangiz, oldiga bitta minus belgisini qo'yish evaziga 6 ta belgigacha nima qilishingiz mumkin bo'ladi, yozish mumkin bo'ladi. Agar mabodo siz qanaqadir deylik virguldan keyin ham 4 ta 5 ta xona, ya'ni umumiy 5-6 tadan ko'p yoziladigan holatlarni ko'rsangiz, demak u yo ABCD kaltlarning tarkibida bo'ladi, yoki bo'lmasa o'sha shunchaki oddiy questionlar, oddiy testlarni yechayotgan paytingizda shunaqa holatlar bo'ladi. Bu oldingi darslarimizda yakshanba kungi mock testlarni yechayotgan payt sizlarga bu narsani aytib o'tib ketganman, men qoidani. To'g'rimi? O'shani bitta nima qilib oldik? Takrorlash qilib oldik. Mana takrorlash joyi kelib kimdir so'radi va biz shu narsani esga oldik. O'ylaymanki, ko'pchilikka manfaatli bo'ldi. Minus ishorasini qo'ysangiz, demak 6 ta belgi bo'ladi manfiy sonlarda. Xo'p. U directionlarni o'sha test mobaynida yoki praktik testlarda o'qimagan ekanman deb aytishyapti. Hech qisi yo'q. Haqiqiy imtihonga kirguncha Bluebookda juda ham ko'p praktik testlar bo'ladi va sizlarga maslahat beraman. Har birini qayta-qayta o'qib chiqing. Va men bekorga dars mobaynida agar shuni chekli kasr shakli, mana onli kasr shaklida emas, oddiy kasr shaklida yozish mumkin bo'lsa, oddiy kasr shaklida yozishingizni maslahat beraman sizlarga. Bu virguldan keyingi cho'zilib qancha bo'lib ketar ekan degan bir fikrlar sizni nima qilmasin, miyangizni band qilmasin degan ma'noda aytyapman o'rtoqlar. Faraz qiling, yana shu yerga bitta misol keldi deylik. Faraz qiling, masalani yechdingiz. Ushbu masalaning javobi sizda misol uchun nechi bo'ldi? 125 taqsim misol uchun 8 bo'ldi. Shunaqa deb bitta nima qilaylik, tasavvur qilaylik. 125 taqsim 8 chiqdi. Agar siz buni onli kasrga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, nechi butun bo'ladi bu? 15,8 dan 5 bo'ladi. Va siz 15,8 dan 5 yoza olmaysiz. Va buni nariyoqqa o'giraman desangiz, mana bunday bo'lib ketadi. 1/8 1,25 beradi. 5 ga ko'paytirsak, 1000 dan 125 beradi. 5 ga ko'paytirsak bu 15,1000 dan 625 bo'lib ketadi. Qarang, o'sha 6 ta belgi bo'lib ketdi. Men sizga mana buni yozishdan ko'ra, mana buni yozishni afzal ko'raman. Men buni yozishni ma'qul ko'raman o'zimga. U nechi xona aniqlikda bo'lyapti, qanaqadir xonaga yaxlitlar javob tushib qolmayaptimi degan o'ylovlar, fikrlar xayolingizda umuman bo'lmaydi. Shunchaki 125/8 yozasiz, javobida qanday kiritilganligi sizni umuman qiziqtirmas. Ya'ni onli kasrlarning mana bunday yuqoridagi kabi, mana bu yerda aytilgani kabi qoidalari sizni bezovta qilmaydi. Shuning uchun doim imkon qadar maslaga mana bunaqa kasr shaklida qoldirishingizni maslahat beraman. Masalan, 0.5 bo'lsa ham, shuni 1/2 qilib yozing. Tushunarli? Mana shunaqa qilib yozsangiz, men o'zim shunaqa qilaman, sizlarga ham shunaqa qilishni tavsiya qilaman. Shuni hech qanaqa mana bunaqa cheklovlarni o'ylab o'tirmaysiz. Virguldan keyin nechta xona yozishga haqqim bor o'zi deb o'ylab o'tirmaysiz. Navbatdagi masalaga o'tamiz, xudo xolasa. Navbatdagi masalamiz. Sizlarga ham to'liq ko'rinsin, keyin ishlashni boshlaymiz. Boshladik bo'lmasam, rectangle A. Demak, rectangle bu bizda to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchagimizda length bor ekan 15 ga teng, width W ga teng. Tushunarli? Va rectangle B bor, uning uzunligi 20 ga teng hamda same length to width ratio as rectangle A deyapti. Bizlarda aytyaptiki, A to'g'ri to'rtburchak uchun mana, A to'g'ri to'rtburchak uchun mana buni yozib qo'yaylik, keling. A to'g'ri to'rtburchak bor, uning uzunligi 15 ga teng, bu yog'i W ga teng. B to'g'ri to'rtburchagimiz bor, uning uzunligi 20 ga teng va menga mana bu joyga e'tibor bering. B to'g'ri to'rtburchak uchun quyidagicha gap bor. Same, bir xil. Hop, nima bir xil desa, length to width ratio deyapti. Bu degani to'g'ri to'rtburchak uzunligining uning eniga, ya'ni bo'yining eniga nisbati xuddiki A to'g'ri to'rtburchakniki kabi demoqchi. Nisbat. To'g'ri to'rtburchakning uzunligining eniga nisbati, ya'ni kengligiga nisbati A sida qanday bo'lsa xuddi shunaqa. Shunda bizlardan B ning width'ini toping deyapti. Kelinglar, mana bu x bilan belgilayman, ya'ni o'zim topishim kerak bo'lgan joyni x bilan belgilayman. Mana shu x ni top demoqchi. Demak, o'sha nisbatni yozamiz. Ya'ni o'sha nisbat A to'g'ri to'rtburchak uchun length ning width ga ratiosi necha desa 15/W teng. Xuddi shu narsa same, bir xil B nima uchun ham? To'g'ri to'rtburchak uchun ham. Ya'ni uzunligining 20 ning x ga nisbati. Shu yerda x topsak bo'ldi.
x topsak, 20w taqsim 15 bo'ladi. Surat mahraji 5 ga qisqartirsak, 4w taqsim necha bo'lar ekan? 3 bo'lar ekan. Demak, bu bizda A javob. Agar mabodo nisbatda ozginagina adashsangiz, siz C javob ham chiqarib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun juda ham nima qiling? Hushyor bo'lishingiz kerak ekan. Va ushbu misol javobini ham nima qilib olamiz? Tekshirib olamiz. Albatta, har bir ishlangan misol javobini tekshirib olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, bizda A javob, ya'ni 4w taqsim 3 javobi to'g'ri javob sifatida chiqyapti. O'ylaymanki, ushbu masalaning yechimi tushunarli bo'ldi. Bu yerda yangi so'zlarimiz yo'q, ammo o'zimiz uchun avvalgi hali uchratilmagan, ya'ni bugun darsda yozilmagan so'zlarni yozib ketyapmiz. Demak, rectangle bu to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchak. Xo'p, length uning uzunligi. Biz endi to'g'ri to'rtburchakning bo'yi, eni deb gapiramiz. O'sha uzunligi degani shu uning bo'yi degani. Uzunligi. Bo'yi. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi. Mana qavsga yozaman. O'zi length uzunlik degan ma'noni aytadi. Xo'p, width. Biror bir narsaning kengligi deb tarjima qilinadi. Ma'nosi, tarjimasi shu. Endi bizda u to'g'ri to'rtburchakning eni degan ma'noda nima qilinyapti? Bu yerda ishlatilyapti. Xo'p, have has, mana bu have has bu bor, shunaqa narsaga ega degan ma'noda nima qilmoqda? Birlikda ishlatilyapti. Bu hammasi joyida. Mana bu yerdagi same degani aynan bir xil degan ma'noni nima qiladi? Ishlatiladi. Same. Bir xil. Tushunarli? Misol uchun, bu ikkalovining ko'ylagi bir xil, bu ikkalovining yozish uslubi bir xil, yoki ko'rinishi bir xil degan ma'noda nima qilyapti? Aytilyapti. Bu yerda nima teng? Nisbat bir xil bo'lyapti. Lengthning widthga nisbati, tomon uzunligining, ya'ni to'g'ri to'rtburchak tomonining uzunligining bo'yining eniga nisbati A niki bilan bir xil deb aytilyapti. Va aytyapti, what is the width of rectangle B? Bning so'ralgan narsaga e'tibor bering. Bning width, ya'ni B to'g'ri to'rtburchakning eni qanday bo'ladi? Mana bu yerga e'tibor bering. In terms of W. W orqali ifodalanganda, mana term bu bir xat, ko'p xatlardagi had degan ma'noni anglatadi. Term had. W orqali ifodalanganda bu qanday had bo'ladi deb aytyapti. Mana term bu had deb tarjima qilinadi. Had, ya'ni W orqali ifodalanganda qanday bo'ladi demoqchi. Agar siz buni tarjimasini bilmagan taqdiringizda ham e'tibor bering, kaltlarning barchasi W ga aloqador. Demak, siz o'zingiz shunchaki bundan nima qilishingiz kerak ekan? Tushunib yetishingiz kerak. Demak, W bilan ifodalaganda B ning width, ya'ni eni qanday bo'lar ekan? B to'g'ri to'rtburchakning eni qanday bo'lar ekan deb xulosa qilsangiz bo'laveradi. Ya'ni shunaqa tushuncha bilan masalani yechib ketaversangiz bo'ladi. O'ylaymanki, hammasi tushunarli bo'ldi bu yerda. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalamiz. Sizlarga ham to'liq ko'rinsin. Boshlaymiz. Endi boshladik. Bizga obyekt berilgan. Obyekt ega deyapti. Obyekt has, shu obyektda bor. Nima desam, massasi 168 gram. Massasi, og'irligi 168 gram. Volume, hajmi esa 24 santimetr kub. Bizdan so'rayapti, what is density? Zichligi qanday bo'ladi? In grams taqsim per kubik santimetr kub. Ya'ni gram taqsim santimetr kubda o'sha obyektning zichligi qanday bo'ladi? Boyagina sizlar bilan gaplashdik. Zichlikni topish uchun, aholining zichligini topish uchun aholi sonini 100 ga bo'ldik. Jismning zichligini topish uchun jismning massasini uning hajmiga bo'lishimiz kerak. Tushunarli? Massa bizda 168 gram, hajm esa 24 taqsim santimetr kub. E'tibor bering. Aynan bizdan so'ralayotgan mana shu o'lchov birligi ham mos bo'lishi kerak. Qarang, bizdan so'ralayotgan narsa grams per kubik santimetr. Ya'ni gram taqsim santimetr kub deb aytyapti va mana shu narsani o'zi bizga mana shu narsani beradi. Biz faqat oldidagi sonini hisob kitobini qilib qo'ysak bo'ldi ekan. 168 ni 24 ga bo'ladigan bo'lsak 7 chiqadi. Demak, 7 gram taqsim santimetr kub ekan. Agar sizdan belik gram taqsim desimetr kub yoki metr kub yoki kilogramda yoki bir boshqa qiymatlarda ifodalanganda o'sha kerakli boshqa o'lchov birliklariga o'tkazishni bajarishingiz kerak bo'ladi. Bizning holatda bu javob hozir A javob bo'lyapti. Shu misolimiz javob. Xo'p, bu yerda yangi so'zlarimiz obyekt deb tarjima qilinadi. Have, has, bor bo'lmoq, ega bo'lmoq. Keling, buni yozamiz. Mayli, boya ham yozmagan edim, endi yozay mayli. Have, has. Mana shu obyekt shunaqa narsasi bor, shunaqa narsaga ega. Shuning uchun biz buni bor bo'lmoq,
ega bo'lmoq deb nima qilamiz? Tarjima qilmoq. Bor bo'lmoq, ega bo'lmoq. Misol uchun, manda hozir nima bor? Ruchkam bor demoqchi bo'lsa, I have a pen deyman. Manda ruchkam bor deyman. Have fe'lidan nima qilamiz? Foydalanamiz. Narsamiz borligini aytish uchun. Demak, must bu massa vazn, og'irlik. Keling, og'irlik deb qo'yamiz. Og'irlik, vazn, vazn. Xuddi haligi weightga o'xshaydi. Volume, hajm. Volume, hajm. Endi density'ning zichligi ekanligi yuqorida aytib o'tildi. Qolgan so'zlarning tarjimasi o'zingizga ma'lum. Demak, hammasi joyida bo'lsa, tushunarli bo'lsa, navbatdagi masalaga o'tsak bo'ladi. Yaxshi. Sizlarga to'liq ko'rinsa, keyin boshlayman tushuntirishni. Mana shu to'liq ko'rindi, boshladik. Tanya earns 13.5 dollar per hour at her part-time job. Bizlarda bilamizki, job bu ish, kasb deb ataladi. Ya'ni bu yer ish ma'nosida kelyapti. Keyin bizlarda bir nima yangi bir jumla bor. Bu full time job yoki part time job deydi. Full time degani to'liq ish kuni o'sha ish bilan shug'ullanadi. Part time qisman kunning ma'lum bir vaqtida yoki o'sha haftaning yoki oyning ma'lum bir vaqtlarida o'sha ish bilan shug'ullanadi. Demak, Tanya bu qiz bolaning ismi, o'zining vaqtinchalik ishida, ya'ni o'sha kunning ma'lum bir qismida bajaradigan ishiga nima ish qilar ekan desa, soatiga 13.5 dollar pul ishlab topar ekan. Earns bu yerda pul ishlab topmoq ma'nosini anglatadi. When she works that hours, qachonki u ishlasa that soat, she earns 13.50 z dollar. U qachonki z soat ishlasa, demak 13.5 z dollar pul ishlab topadi. Rostdan ham. Chunki bir soatiga 13,5 dollar topsa, z soat ishlasa 13,5 ni z ga ko'paytiriladi. Bu normal holat, to'g'ri holatni ifodalaydi. Endi bizga aytyapti. Which of the following expressions give the amount in dollars Tanya will earn she works 3 z soat. Agar u 3 z soat ishlasa, deb bizga aytyapti, Tanya will earn. Agar 3 z soat ishlasa, u qancha pul nima qiladi, ishlab topadi deb aytyapti. Endi bu tabiiy ravishda o'z-o'zidan juda ham oson masala bo'ldi. 1 soat ishlaganida, z 1 soat ishlaganda, agar u 1 soat ishlasa, aytilyapti uni 13.5 dollar ishlab topishi aytilyapti. Z soat ishlasa, demak 1 soatlik haqi shunga ko'paytiriladi. 13.5 ko'paytirish z bo'ladi uning haqi. Endi 3z soat ishlaganidan keyin tabiiy ravishda nima bo'ladi? 13.5 z ni nimaga ko'paytirishimizga to'g'ri keladi? 3 ga ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, shu javob qaysi qismda aytilgan? Demak, bu A javob ekan. Mana A javobda shunchaki orada ko'paytirish amali bilan ketgan va bizga ushbu misolda javobimiz A javobini beryapti. Juda ham oson ekan. 1 soatda ishlagan ish haqini ishlagan soatlariga ko'paytiriladi, xolos. Bu yerda yangi so'zlar ko'p ekan, demak buni nima qilib olishimiz kerak? Yozib olishimiz kerak. Mana bu yerlarni nima qilamiz? Olib olamiz. Tanya odamning ismi, bu yerda aytish shart emas. Demak, mana bu so'zimiz mana earns pul ishlab topmoq deb aytiladi. Per hour soatiga deb tarjima qilinadi. Her bu qiz bolaning bo'lganicha uning, agar u o'g'il bola bo'lganda edi, mana bu yerga his yoki ularning bo'lsa their bo'ladi. O'sha kerakli olmoshlar qo'yilgan bo'lar edi. Hop, part time job bu qisman bajariladigan ish. Bu yerda job what is your job deydi. Sizning ishingiz nima? Ishingiz qanday? Kasbingiz nima degan ma'noda kelyapti. Bu yerda job, ish, kasb ma'nosini anglatadi. Hop, when qachonki she works, work ishlamoq, that hours qachonki u z soat ishlasa, she earns u ishlab topadi, mana shuncha. Which of the following expressions quyidagi ifodalardan qaysi biri demoqchi? Give the amount, give bermoq, the amount miqdor. Amount miqdor. Kerakli miqdorni beradi. Qaysi miqdori desa, Tanya will earn, Tanyaning will bu kelasi zamon ifodalaydi. Ishlab topishi mumkin agar u 3 soat ishlasa. Kechirasizlar, 3z soat ishlasa deb nima qilinadi? Tarjima qilinadi. Yangi so'zlarni yozamiz. Earn pul ishlab topmoq. Earn pul ishlab topmoq. Pul ishlab topmoq. Ishlab topmoq. Xo'p. Per hour soatiga. Per hour. Misol uchun kimdir oyiga ishlaydi, oylikka ishlaydi, kimdir kunga ishlaydi. Misol uchun kimdir soat va ish haqi bo'lishi mumkin, misol uchun. Ish haqi soatiga ekan.
soatiga yoki kimdir haftasiga ishlashi mumkin. Haftalik haq olishi mumkin ishi uchun. Xo'p, job bu yerda ish, kasb ma'nosini anglatadi. Ish, kasb ma'nosini anglatadi. Work ishlamoq, work ishlamoq, ishlamoq. Which of the following expressions? Quyidagi ifodalardan qaysi biri? Buni bilamiz. Give bermoq, give bermoq, bermoq. Amount miqdor, miqdor. Amount miqdor ma'nosini anglatadi. Qaysi miqdorini beradi? Ya'ni 300 soat ishlaganda ishlab topishi mumkin bo'lgan pulning miqdorini beradi dollarlarda. Qaysi biri deb so'rayapti. Demak, masalamiz javobi A javob bo'ldi. O'ylaymanki, ushbu masalani tarjimasi, yechimi ham tushunarli bo'ldi. Agar hammasi joyida desanglar, navbatdagi masalaga o'tishga, yechishga kirishamiz. Xo'p, navbatdagi masalamiz. Oho, masalamiz ham juda qiziqqina ekan. Bizga e'tibor bering. Sizlarda ham ko'rinyapti. Menimcha strometriya ko'rib turganimiz bu kesik konus hisoblanadi. Kesik konusni hajmini bizga berib qo'yibdi. Mana bu yerda, mana bu yerda alohida bir hajm yozib qo'yibdi. Hajm mana bu 7 pi k kub taqsim 48 bilan ifodalanadi deyiladi. Qaranglar, nimaga agar shu formulani aytmasa biz uni bila olmaymizmi, ya'ni hisoblay olmaymizmi degan ma'noda. Yo'q, hisoblay olamiz. Bir esingizda bo'lsa, agar kimnidir esida bo'lsa, o'sha kesik konusning nimasini topish, hajmini topish formulasi esida bo'lsa hisoblay oladi. Bo'lmasa bular har ehtimolga qarshi berib qo'ygan. Bu formulani xohlasangiz o'zingiz ham eslab bitta nima qilib olsangiz bo'ladi, keltirib olsangiz bo'ladi. Da eslaymiz. Kesik konusning hajmini topish uchun bu 3 dan 1 ko'paytirilgan, h ko'paytirilgan S1 yuqoriga yuza, S2 pastga yuza, plus ildiz ostida S1, S2 yuqori hamda pastga yuzalar edi. Bu ixtiyoriy kesik piramidalarda ham boshqasida ham ishlardi. Endi bu yoqdagi formulalar bilan taqqoslaganda bu quyidagilarni beradi bizlarga. Bu pi h taqsim 3 ko'paytirilgan R1 ning kvadrati plus R2 ning kvadrati plus katta R1 katta kichik R2 ifodalar bilan hisoblasak bo'ladi. Bizda hamma kerakli qiymatlar bor. Mayli biroz masalan yechimidan chalg'igan bo'lsak ham bitta eslash qilib olamizda. Strometrni bitta eslab olaylik endi. Pi ko'paytirilgan h balandlik k ga teng ekanligi aytilgan. Taqsim 3 ko'paytirilgan R1 bizada k taqsim 2, chunki butun boshli diametr k bo'lsa, R1 bu k taqsim 2 bo'ladi. Kvadrat k kvadrat taqsim 4 plus ikkinchisi pastdagi asos k taqsim 2 bo'lsa, demak diametr k taqsim necha bo'lar ekan bu bizada? K taqsim 4 bo'ladi. Radiusi kvadrat k kvadrat taqsim 16 bo'ladi. K taqsim 4 k taqsim 2 ga ko'paytirsak, qo'shsak k kvadrat taqsim necha bo'lar ekan? 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 bo'lar ekan. Xo'p, mana shu qismni o'zini pi k taqsim 3 ni ko'paytirib olamiz. Umumiy maxraj bu yerga 16 berganimizda bu yoqqa 4 kerak, bu yoqqa 2 kerak. 4k kvadratga bitta k kvadrat, 5k kvadrat, 2k kvadrat qo'ysak 7k kvadrat taqsim 16 bo'ladi. Umumiy qilib soddalashtirsak 7 pi k kub taqsim 3 kara 16 48 bo'lar ekan. Ya'ni o'sha mana yashil bilan belgilagan joyimizdagi formulani o'zimiz keltirib chiqardik. Bitta eslash bo'lib oldi. Yaxshi. Endi masalamizga qaytamiz, xudo xolasa. A glass pictured above Xo'p, can hold a maximum volume 473 kubik santimetr kub. Ya'ni ushbu bizga ko'rinib turgan yuqoridagi idish hold ushlaydi, can hold ushlay oladi. Nima? Maximum volume eng katta hajmida 473 santimetr kublik narsani ushlay oladi. Which is approximately 16 foot idish. Bu mana shu, ya'ni shu bizga aytilayotgan o'sha shu idishdagi narsaning hajmi 473 santimetr kublik narsa taqriban 16 fluid unsga teng. Og'irlik nuqtai nazaridan. Yaxshi. Jenny has a pitcher that contains 1 gallon of water. Jennyda nimasi bor ekan? Xo'p, suvdan iborat 1 gallonlik idishi bor ekan. Bizga aytyapti, how many times could Jenny completely fill the glass with gallon of water? Ya'ni o'zining qo'ldagi idishi bilan bittalab to'ldirganda u nima qilish kerak? Necha marta uni to'ldirib bir idishdan ikkinchi idishga nima qilish kerak ekan? Suv quyish kerak ekan. Qo'lida bir idishi bor ekan, shu idishini to'ldirish uchun mana shundan nechta quyish kerak degan ma'noda bizlarga nima qilinyapti? Savol berilyapti. Yaxshi. Endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Ya'ni bu yerda mana bu yuqoridagi hajm 473 santimetr kublar o'zi shu masalani yechimi uchun kerakmi degan ham savol bor.
Manda mana shu berilgan jism o'rtacha 16 fluid unsni nima qilar ekan? Tashkil etar ekan. Mana 1 gallon of water'ni to'ldirish uchun esa, mana bu bizlarda o'sha idishda 126 fluid uns. Mana 1 gallon bu qancha ekan? Mana bu yerda o'zi chiroyli qilib aytib qo'yibdi. Mana 1 gallon 128 fluid uns. Tushunarlimi? Xo'p, mana shu 1 gallonni to'ldirishi uchun debdi. To'ldirish uchun. Jenni haligi o'zini qo'lidagi idishini, ana glassni completely filled. Oxirigacha necha marta to'ldirib u idishdan bu ishga quyish kerak degan ma'noda nima qilyapti? Aytilyapti. Endi bu juda ham oson bo'ladi. Umumiy hajmi e'tibor bering. Bu yerda og'irlik nuqtai nazaridan 1 gallonimiz 128 fluid uns bo'lsa, mana shu 128 fluid unsni bo'ladigan bo'lsak, o'sha idishning taqribiy, mana approximately degan nimasiga, fluid unsiga 16 ga bo'lsak, demak o'sha idishdan 8 tasi kerak ekanligi yoki o'sha idishning aynan o'zi 8 marta to'ldirib bu idishga quyganingizda 1 gallon bo'lishi aytilyapti. Tepadagi hajm 473 santimetr kublar umuman masalani yechimi uchun kerak emas ekan. Demak, ushbu masalamiz javobi bejavob bo'lar ekan. Bo'ldi shu. Mana shuncha ortiqcha narsa, shuncha formula, idishning shakli, yana nimalardir. Tamom. Demak, bizga e'tibor bering. Men buni bitta qilib oddiy tarjima qilib beraman. Demak, 128 litrlik idishni to'ldirishing uchun 16 litrlik idishni necha marta to'ldirib unga quyishing kerak. Bo'ldi shu. Asosiy tarjima shu. Tushunarli? Bu yerda 1 gallon, o'sha 128 fluid uns deyapti. Men shuni litr deb nima qildim? Tarjima qildim. Bu 1 gallon qandaydir bitta gaz ballon deb tarjima qilinglar. Ichiga 128 litr suv ketadi. 16 litrlik idish bilan shuni 8 marta to'ldirib quysang, o'sha idish to'ladi. Bo'ldi shu. Javob 8 ekan. O'ylaymanki tarjima va yechim tushunarli bo'ldi. Ustozimiz allaqachon javobni yozgan ekanlar. Va bizlar nima qilamiz? Yangi so'zlarning tarjimalarini yozib olamiz. Mayli, boshqa formulalar, ortiqcha gaplar bo'lishi mumkin, lekin yangi so'zlarning tarjimasini o'rganib olishimiz kerak bahonada. Ketdik. Volume hajm ekanligini bilamiz. The glass bu idish ma'nosida kelyapti. Mana bu yerda glass o'sha idish ma'nosida kelyapti. Idish ma'nosida kelyapti. Xo'p, picture bu rasmdagi demoqchi. Picture it above demoqchi. Bu yuqoridagi rasmda demoqchi. Tasvirlangan demoqchi. Picture rasm. Endi bu yerda tasvirlangan degan ma'noda kelyapti. Above yuqoridagi. Yuqoridagi ko'rsatkich ma'nosida. Agar quyidagi, pastdagi demoqchi bo'lsa, below bo'ladi. Below, pastdagi yoki quyidagi tarjima qilinadi. Hop, can hold ushlamoq, can ya'ni o'ziga shu narsani sig'dira oladi, ushlay oladi degan ma'noda anglatyapti. Demak, can qila olmoq, uddalamoq degan ma'noni anglatadi. Yordamchi fe'l sifatida ishlatilyapti bu yerda. Qila olmoq, uddalamoq ma'nosida ishlatiladi. Uddalamoq ma'nosini ishlatyapti. Va bu yerda hold ushlamoq. Shuncha narsa sig'adi shunga degan ma'noda kelyapti. Maximum volume bu eng katta hajm, buni bilamiz. Approximately bu taqriban. Taqriban deb tarjima qilamiz. Taqriban yoki taxminan. Xo'p, contain, mana bu yerdagi picture'ni tarjimasini hozir aniq eslay olmayapman. Xo'p, contains bu o'z ichiga olmoq, water bu suv. Tushunarli? Demak, contain o'z ichiga olmoq. O'z ichiga, o'z tarkibiga olmoq. Deylik, o'z tarkibiga olmoq ma'nosida. Yoki tarkibi shundan iborat degan ma'noni ham anglatadi. Ikkinchisi, water bu suv. Xo'p, how many times degani necha marotaba. Mana how times necha marotaba. How many ni bilamiz, qancha, nechta deb tarjima qilinadi. Endi bu times so'zi uchrayotganiga o'sha necha marotaba degan ma'noni nima qiladi, beradi. Necha marotaba. Xo'p, nima qildi necha marotaba desa? Xo'p, completely fill, ya'ni og'zi to'lgunicha to'ldirish. Mana complete to'ldirmoq, fill ham to'ldirmoq hisoblanadi. Complete bu ham to'ldirmoq ma'nosini anglatadi. Ammo bu yerda hozir completely bo'lib kelyapti. Bu ravish ma'nosini beryapti. Fill u ham to'ldirmoq.
Fil. U ham to'ldirmoq. To'ldirmoq. Yaxshi. The glass bu idishni with one color of bottle. O'sha nima bilan? Bizda qo'lda bor bo'lgan idish bilan nima qilmoqchi bo'lyapti? To'ldirmoqchi bo'lyapti. Kerak bir gallonni qancha ekanligi aytilgan. Menimcha hammasi joyida. With bilan deb tarjima qilinadi. Buni ko'rdik birinchita masala oldin. O'ylamayki ushbu masalaning yechimi va tarjimasi barchaga tushunarli bo'ldi. Agar hammasi joyida bo'lsa, navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, zerikib qolmadinglarmi? Hammasi joyidami? Navbatdagi masalamiz. Xo'p, one of planet's moons orbits the planet every 252 days. Xo'p, mana moon, oy. Mana oy momo borki, mana osmondagi o'sha ma'noda kelyapti. Xo'p. Yaxshi. Second moon orbits planet every 287 days. Demak, biri 252 kunda. Demak, bittasi 287 kunda nima qilar ekan? Orbita bo'yicha harakatlanadi yoki nima ekanligini ko'ramiz. Every degani har bir degan ma'noni aytadi. Ya'ni har 252 kunda, har 287 da nima qilar ekan? Harakatlanar ekan. Yaxshi. How many more days does it take second moon to orbit the planet? 29 times. Then it takes the first moon to orbit the planet 29 times. Demak, bizga aytayaptiki, ikkinchi moon orbitani 29 marta aylanib chiqqanda, tushunarli, mana bu yerda gapiga e'tibor beramiz. The second moon, the orbit planet 29 marta, ya'ni ikkinchi oy, deylik bu yerda ikkinchi bir yulduz orbita bo'ylab 29 marotaba aylanib chiqqanida, first moon, the orbit the planet 29 marotaba, birinchisi 29 marotaba aylanib chiqishiga qaraganda how many more days? Qancha ko'proq kun does it take talab qilinadi yoki shuncha ko'proq vaqt sarflanadi degan ma'noda nima qilinadi? Ishlatiladi. Xo'p, demak ushbu masala nima qilishimiz kerak ekan? Ishlashimiz kerak ekan. Xo'p, buning uchun nima ish qilamiz? Har bir 29 martadan aylanish uchun qancha kun ketishini topamiz va ular orasidagi farqni nima qilib qo'ysak bo'ldi? Topib qo'ysak bo'ldi ekan. Demak, qancha ko'proq bo'lib bir qiymat ikkinchisidan qancha ko'proq ekanligini topishimiz uchun ikkinchisidan birinchisidan ayirishimiz kerak. Demak, ikkinchisi qanchada aylanib chiqar ekan? 287 kunda. 287 kunda bir marta aylanib chiqadi. 29 marta aylanib chiqish uchun 29 ga ko'paytiramiz. Ayirish birinchisi qancha kunda aylanib chiqadi? 252 kunda aylanib chiqadi. Necha marta aylanib chiqish kerak? 29 marta aylanib chiqish kerak. Mana shu ikkita kunlar orasidagi farq how many more days deyapti. Ya'ni necha kun ko'proq shu ishni vaqtni oladi demoqchi. Shuni hisoblasak bo'ladi. Ikkovda umumiy ko'paytiruvchi 29 ni qabzdan tashqariga chiqarsak, 287 dan 252 ni ayirsak 35 qolar ekan. Demak, mana shu 29 35 ga nima qilib beramiz? Ko'paytirib beramiz. Xo'p, 29 ni o'zini ham 30 minus 1 ko'paytirilgan 35 qilsam, 30 ni 35 ga ko'paytirsam 105 bo'ladi. Orqasida bitta 0 bilan minus 35 ham bor. Demak, bu 1015 bo'lar ekan. Mana, demak, berilgan masalamizning javobi 1015 ekan. Sizdan umumiy tarjima chiqarish, tarjimadan ma'no chiqarishni va ushbu masalaning yechimini nima qildik? Ko'rib o'tdik. Yana bir takrorlash qilamiz. Demak, oyning nima deydi? One of planet's moons. Demak, oyning atrofidagi orbitadagi sayyoralardan biri nima qilar ekan? Har 252 kunda orbitani aylanib chiqadi. Ikkinchisi esa nima qilar ekan? Har 287 kunda orbitani aylanib chiqadi. How many more days does it take? Qancha ko'proq kun talab etiladi, ya'ni vaqt sarflanadi. Ikkinchi moon orbitani 29 marta aylanib chiqishiga qaraganda deb nima qilyapti? Vaqt ajratilyapti. Demak, ketadigan vaqtlarni kerakli qiymatlarni ko'paytirib hisobladik va oradagi farqni hisoblash uchun birdan ikkinchisini ayirdik. Natija 1015 kunga teng bo'ldi. Va javobimiz 1015 bo'lar ekan. Tarjimasini yozamiz, o'zimizga kerakli bo'lgan so'zlarni. Demak, mana bu yerda moon
Oy deb tarjima qiladi. Keling, shuni bosh harf bilan yozaylik. Mana oy. Bu osmondagi oy. Yagona, misol uchun quyosh yagona, oy yagona. Shuning uchun bularning oldida mana the artikli ishlatiladi. The moon yoki mana bunday the sun. Misol uchun quyosh bor, mana misol uchun quyosh. Shuning uchun alohida bir e'tibor bo'lish uchun bularni ikkovini ham yozib qo'ydim. Oy bu yanvar, fevral oylari emas, osmondagi oy nazarda tutyapti. Osmondagi deb yozib qo'y yoniga. Osmondagi oy. Xo'p, every har bir degani. Every har bir. Misol uchun every day, every week, har kuni, har oy, har oyda yoki misol uchun har yili degan ma'noda keladi. Har bir. Xo'p, how many more? How many qancha? More ko'proq deb tarjima qilinadi, bilsangiz. How many qancha, nechta degan tarjima qilardik. Esingizda bo'lsa, how many more degani more ko'proq ma'noda nima qilinyapti? Ishlatiladi. More bu ko'proq deb tarjima qilinadi. Ko'proq bir nisbat, bir qiymatning ikkinchi qiymatga nisbatan ko'pligini ifodalash uchun ishlatiladi. Does it take bu yerda olmoq, bu yerda does it take deganda umumiy ma'no chiqarishimiz kerak. Shu qancha ko'proq vaqt oladi, vaqt nuqtai nazaridan olishni nazarda tutyapti. Does it take qancha ko'p vaqt oladi deydi. Take bu olmoq. Take olmoq. Biror bir ishni qilish uchun qanchadir vaqt olish ma'nosida, vaqt nuqtai nazariga keladi. Jismni olish ma'nosida ham keladi. Misol uchun ko'chada yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, o'zing bilan soyaboningni olib olgin. Yomg'ir yog'adi desangiz, take an umbrella desangiz, demak o'zing bilan soyaboningni ol degan ma'noni anglatadi. Yaxshi. Xo'p, times bu yerda barobar, marta degan ma'noni anglatyapti. Mana qaranglar, mana bu yerda times so'zi mana nima bilan belgilayman? Times. Ko'paytirish. Bir miqdorning ikkinchisidan shuncha barobar katta ekanligini anglatadi. Buni o'zingiz nima qilasiz? Juda ham yaxshi bilasiz. Xo'p, bizda mana bu so'zlarimizga e'tibor bering. Second, tartib nuqtai nazaridan. Ikkinchi, first, birinchi, shunaqa deb nima qilinardi? Tarjima qilinardi. Xo'p, kelinglar, mana shularni ham qizil ruchka bilan yozib qo'yaman. Demak, bizda tartib nuqtai nazaridan birinchi first, birinchi deb yoziladi. Birinchi ordinal numberda bular tartib sonlar. Xo'p, second, ikkinchi. Agar sizdan uchinchi demoqchi bo'lsa, demak bu third deb yoziladi. Third, uchinchi. To'rtinchidan boshlab sonning o'zini yozasiz va orqasiga th qo'shimchasini nima qilib qo'yasiz? Qo'shib qo'yasiz. To'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi degan ma'nolarni nima qilaveradi? Anglataveradi. To'rtinchi. Shu boshidagi uchtasi, mana shu uchtasi sal boshqacharoq bo'ladi. Va bularni son bilan yozganingizda, mana sanalarni yozganingizda ham yoki qanaqadir bir matnlarda o'qib qolganingizda boshqacha bo'ladi. Bir deydida tepasiga st qo'yadi. O'sha firstning oxiridagi ikkita harfiga e'tibor bering, mana shundan kelib chiqqan. Hop, second deganda ham ikkinchi demoqchi bo'lsa, 2 qo'yadi, oxiriga nd qo'yadi. Mana buning second so'zining oxirgi ikkita harfidan. Yoki uchinchi demoqchi bo'lsam, 3 qo'yadi, tepasiga rd qo'yadi. Bu thirdning oxirgi ikkita harfi. To'rtinchidan boshlab yuqoridagi barchasi o'sha misol uchun to'rtinchi deyiladi, 4 qo'yadi oxir tepasiga th, ya'ni inchi, nichi degan ma'noda tartibni ifodalovchi sonni anglatadi bizning o'zbek tilida. O'ylaymanki, masalamiz bilan bog'liq hamma masalalar tushunarli bo'ldi. Tarjima va yechma. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Chat qismida ham xabarlar kelibdi, bitta o'qib qo'yaylik. Xo'p, ustoz 88 talik uyga vazifadan savol bor edi, keyin ko'rib bering debdilar. Mayli ustozim. Hozir demak ushbu dars o'tib bo'lganimizdan so'ng, boya aytganimdek, dars mobaynida, ya'ni o'tilgan vazifalardan chiqmay qolgan savollar bo'lsa, o'sha chat qismiga savollarni tashlasangiz, screenshot qilib yoki PDF qilib nima qilib beramiz? Ularni alohida zapis qilib, alohida nima qilib qo'yamiz? Ishlaymiz birgalashib, xudo xohlasa, dars so'ngida. Xo'p, navbatdagi masalamiz sizlarga ham to'liq ko'rinyapti menimcha. The total mass in kilograms of r identical objects is t. Demak, muayyan bir r obyektning og'irligi bu t kiloga teng. Tushunarli? Ya'ni r obyektning which of the following represents the mass nima bo'lyapti? Of 146 r of these objects. Bu agar shunaqa r obyektlardan deylik, r nima bo'lishi mumkin? Randa, mana bu randa og'irligi t ga teng. Shunaqa randalardan 146 ta bo'lsa nima bo'ladi? Shunaqa randalardan bizda nima bo'lsa 146 ta bo'ladiganmiz. Mana bittasining og'irligi t ga teng bo'lib tursa, 146 tasining og'irligi qancha bo'ladi deyapti. Mana these objects degani shunaqa obyektlardan total mass qancha bo'ladi deyapti.
Tabiiyki, demak bittasini og'irligini soniga ko'paytiramiz. 1/46 T bo'lar ekan. Demak ushbu masalamizning javobi mana ko'rib turganingizdek D javob bo'lar ekan. Ha, juda ham oson masala ekan. Faqat e'tibor bering, mana bu sizni chalg'itib qo'ymasin. Mana bu R nima ekan deb hayron bo'lmang. Mana bu yerda F o'sha ning degan ma'noni anglatyapti. Ya'ni o'sha bizga kerakli identical object degani mana identical, bu juda ham muhim so'z. Mana identical. Aynan bir xil og'irlikdagi, bir xil shakldagi, bir xil o'lchamdagi, bir xil zichlikdagi, aynan bir xil, birga bir tushunarlimi? Narsalarga nisbatan identical jumlasi ishlatiladi. Agar shunaqa obyektlardan 1/46tasini massasi qancha bo'ladi desa, bittasining kilosini soniga nima qilasiz? Ko'paytirasiz. 1/46 karra T bo'lar ekan, to'g'ri javob D javob chiqdi bizda. Shu holatimizda masala juda ham oson ekan. Ammo yangi so'zlarimiz bor, yangi so'zlarni olamiz. Total mass bu nima bu desa, jami og'irlik. Massasini boya yozuvdik, endi total so'zi kelyapti. Total mass. Bu yerda jami yoki umumiy og'irlik yoki jami desangiz ham bo'laveradi. Umumiy vazn, to'g'rimi? Yoki jami og'irlik deb tarjima qilsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, kilogrammlarda berilgan R of ning deb tarjima qilamiz. Masalan, of x desa, o'sha nima haqida gap ketayotgan bo'lsa, x ning deb nima qilinadi? Tarjima qilinadi. Ning degan ma'noni aytadi. Of. Xo'p, identical mana bizning asosiy so'zimiz bu yerdagi identical. Bu mutlaqo bir xil degan. Mana qaranglar. Mutlaqo bir xil. Mutlaqo bir xil. Bir xil. Misol uchun qaranglar. Ikkita shakl bo'lishi mumkin. Bittasi 3 burchak, bittasi 4 burchak. Yuzasi teng bo'lishi mumkin. Bular haligi nima deydi? Yuzalari teng deyishi mumkin. Yoki bir-biriga o'xshash deyish mumkin va hokazo. Identical degani mutlaqo bir xillikni anglatadi. Haligi ID so'ziga e'tibor bering, mana boshidagi. ID so'zi. Bu degani mutlaqo bir xillikni, identifikatsiyani anglatadi. Yaxshi. Xo'p, navbatdagisi. Which expression represents? Qaysi ifoda, ya'ni qaysi bu yerda nima? Expression ifoda represent ifodalaydi deyapti. Total mass, umumiy jami massani obyektlar 1/46 ta obyektning massasini deyapti. Demak 1/46 T bo'lar ekan. Demak ortiqcha so'zga hojat yo'q. O'ylaymanki, masalaning yechimi tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'taveramiz. Navbatdagi masalamizda navbatdagi masalamizda sizlarga ham to'liq ko'rinsin. Keyin boshlaymiz. Which of the following quyidagi speeds, quyidagi tezliklardan qaysi biri, mana speed, tezlik, which of the following speeds, quyidagi tezliklardan qaysi biri is equivalent to, teng bo'ladi nimaga desa 90 km/h taqsim soatga. Bu 1 kilometr shuncha bo'ladi. Ya'ni 90 km taqsim soat, mana bizlardan so'rayotgan narsa 90 km taqsim soat, hour qancha bo'ladi desa meters per sekund. Hamma javoblarga e'tibor bering. Hamma javoblarda metr taqsim sekund nima qilinyapti, so'ralyapti. Hamma javoblar. Demak, mana shu ifoda necha metr taqsim sekund ekanligini so'roq, bu yoqda metr taqsim sekund ekanligini nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Xo'p, buning uchun nima ish qilamiz? Buning uchun qiladigan ishimiz. Xo'p, kilometrni metrga o'tamiz, hourni soatga o'tamiz. Boshladik. Ya'ni 1 kilometr taqsim soat o'zi qancha metr taqsim sekund ekanligini bilib bitta qonuniyatni o'rganib olsangiz, bu o'zingizga yaxshi nima bo'ladi? Tushunarli bo'ladi. Yana shunga o'xshash masalalar kelganda qiynalmaysiz. Ammo fiziklar buni javobini darrov bilishadi. Fiziklar bu masalaning javobini darrov biladi. Xo'p, ketdik. 90 kilometr o'rniga qo'yapmiz 1000 metr va soat o'rniga qo'yapmiz 3600 sekund. Biz hozir nima qildik? Kilometr o'rniga 1000 metr qo'ydik, soat o'rniga esa 3600 sekund qo'ydik. Ana endi shu metr taqsim sekund ko'rinishidagi ifodani beradi. Shu kerakli hisob kitoblarni bajarsak bo'ldi. Xo'p, bu yoqdagi ikkita 0 bilan bu yoqdagi ikkita 0 qisqaradi. 9 bilan 36 qisqarib 4 beradi. Tepada ikkita 0 100 ni beradi. 100 ni 4 ga bo'lsak 25 bo'ladi. Demak, bu 25 metr taqsim sekund bo'lar ekan mana. Meters. 25 metr taqsim sekundni nima qilar ekan, ifodalar ekan. Va bu bizda javob. Biz shunchaki kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga o'tib qo'ydik, xolos. O'ylaymanki, ushbu masalaning javobi, ya'ni yechimi tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'tsak bo'ladi. Ko'pincha bizga tushayotgan masalalar, e'tibor bering, unit conversion, ya'ni bir o'lchov birligidan boshqa o'lchov birligiga o'tish bilan bog'liq masalalar ketyapti. Xo'p, endi bizga aytyapti. Distance of 61 furlong, mana bu yerdagi 61 furlong, distance bu masofa deb tarjima qilinadi. Masofa
How many feet? Qancha feet masofaga equivalent to teng deb aytilyapti. Demak, o'rniga nima qilib ketaveramiz? Qiymatlarni keltirib qo'yamiz. Demak, bizda bor bo'lgan masofamiz, o'sha distanceimiz d teng 61 f qo'yaman. Bu furlong ma'nosida. Endi mana bu furlongni o'rniga nima qo'yishim kerak? 220 yard qo'yishim kerak ekan. Demak, bu 61 ko'paytirilgan 220 yardisini berar ekan. Chunki bir furlongni o'zi nimani berar ekan bizlarda? 220 yardni berar ekan. Endi mana bu bitta yardni o'rniga 3 fitni qo'yadigan bo'lsam, demak bu 61 ko'paytirilgan 220 ko'paytirilgan 3 fit bo'ladi. Endi ko'plikda bo'ladigan 3 fit bo'ladi. Demak, mana shu ko'paytmani hisoblab qo'ysak bo'ldi ekan. Kalkulyator olib bajaramiz. 61 ko'paytirilgan 220 ko'paytirilgan 3. 61 ko'paytirilgan 220 ko'paytirilgan 3. Demak, 40.260 chiqdi. 40.260 fit chiqyapti. Bu yerda fits, ya'ni ko'plik ma'nosini anglatadi. Agar bitta bo'lsa fit bo'lardi. Xo'p, demak, kechirasizlar. Fits emas. Uzr, men adashdim bu yerda. Ana shu fitning o'zi, agar hozir birorta bir ingliz tilini yaxshi tushunadigan odam bo'lsa, bu nimalar yozyapti o'zi deydi. Ko'pligida o'zi fit bo'ladi bu. Ko'pligida o'zi fit bo'ladi. Chunki o'zi bu birlikda, ingliz tilini biladiganlardan shu joyda umuman barchadan uzr so'raymiz. Bir o'zi aslida bu birlikda foot, birlikda, ko'plikda bu bir fit bo'ladi. Endi bir bo'lmaydi, ko'plikda 2 bo'lar, 3 bo'lar va hokazolar. Many fits bo'ladi. Ya'ni 2 deylik, mana shu ma'noda. Birlikda foot, ko'pligi nima ekan? Fit bo'lar ekan. Oxirgi s qo'shimchasi qo'shilmaydi. Endi mana bu yerda furlongs, bunda oxirida s bor. Yards, buning oxirida s bor. Ya'ni s qo'shimchasini qo'shish natijasida ko'plik hosil qilingan. Fitni o'zi ko'pligida. Uning birligi foot edi o'zi aslida. Mana shu qismini nima qilib qo'yamiz? Xatoyimizni to'g'rilab, tan olib qo'yamiz. O'ylaymanki, bizlarning ingliz tilini yaxshi biladiganlar to'g'ri tushunadi va kechirishadi. Demak, javobimiz 4026 ekan. Kechirasiz, 40.260. 40.260. Yangi so'zimiz bu yerda. Distance, masofa. Distance. Masofa. Equivalent to teng. How many? Qancha? Qolgan so'zlar bu o'lchov birliklari. Tushunarli? O'lchov birliklarini aynan tarjima qilishingiz shart emas. Chat qismidan bir xabar olib qo'yamiz. Demak, hozir shu yoqda tinchlik. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalamiz. Xo'p, to'liq ko'rindi deb o'ylayman. Demak, food, protein hamda cost bor ekan. Xo'p, bizda nima berilgan? The table above shows, yuqoridagi jadval ko'rsatadiki, amount of proteins in two foods. Yuqoridagi ikkita taomda, ya'ni ikkita turdagi taomning ichidagi proteinni hamda ularning har bir foodning narxini ko'rsatadi. Faraz qiling, bizlarda bitta food bor. Bu degani bir large egg, bitta katta tuxum. O'sha tuxumning tarkibida 6 gram protein bor va o'sha bitta katta tuxumning narxi $0.36, ya'ni 36 sent. Va bizda bir cup of milk bor. Ikkinchisi bu bir finjon, bir idish, ya'ni bir stakan sut. Va o'sha bir stakan sutning tarkibida 8 gram protein bor. Va o'sha bir finjon sutning narxi $0.24 dollarga teng. Bizga aytyapti, based on the table, jadvalga asoslanib, sizlarni ham qiynamay yaqinlashtirib. Based on the table, jadvalga asoslanib, sizlarga yaxshiroq tushunmayman. What is the ratio of the cost per grams of protein? Ya'ni har bir gramuch proteinning narxi in large egg to the cost per gram protein of milk. Narxlari nisbat qancha bo'ladi deb. Endi bitta narsaga e'tibor bering. Qaysidir ma'noda bitta large egg, katta bitta tuxum, mana bu $0.36 tursa va uning tarkibida 6 gram protein bo'lsa, go'yoki siz 6 gram proteinni mana shuncha narxga sotib olgandek bo'lyapsiz. Demak, 1 gram protein, ya'ni bizdan so'ralayotgan mana bu narsa mana 1 gram protein narxi nimada desa, in large egg, tuxumda
qancha bo'ladi desa, shuni topamiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana buni 0,36 ni hozir ikkovini ham dollarga o'tishimiz mumkin. Kelar shuni nima qilamiz? Dollardan sentga o'tamiz. Chunki bu yerda dollar hisoblab sentga o'tamiz. Sentga o'tsak bu 36 sent bo'ladi. Mana bu yerga yozaman mana. Demak 100 sent, to'g'rimi? 1 dollar hisoblanadi. Mana. Shuni inobatga olsak 0,36 dollarimiz bu 36 sent hisoblanadi. Shu 36 sentga men 6 grammni oladigan bo'lsam, demak bu qancha bo'ladi? 1 grammi 6 sentdan tushgan bo'ladi menga. Bu yerda esa 24 sentga olyapman 8 gram proteinni. Demak menda nimaga tushgan bo'ladi grammi? 3 sentga tushgan bo'ladi. 3 sent taqsim bu yoqda gram, bu yoqda ham gram. To'g'rimi? Menga aytib, shu nisbatni topib bering. Tuxumni ichidagi gramiga mos keladigan proteinning narxi bilan nimasini? Narxi bilan sutning ichidagi gramiga mos keladigan proteinning narxi. Demak 6 ni bo'lamiz 3 ga. Shuni sal chekkaroqdan yozaylik. Sal chekkaroqdan yozaylik. 6 ni bo'lamiz 3 ga, ikkala tomon 3 ga qisqartirib bo'lsak, bu 2/1 nisbatda bo'lar ekan. 2/1 nisbatda bo'lar ekan. Bu bizda D javob. Masalamizda D javobda kelyapti bu. Xo'p, o'ylaymanki, masalani yechimi tushunarli bo'ldi. Hozir endi tarjimasidagi o'sha yangi so'zlarga nima qilamiz? Qaytamiz. The table jadval. The table jadval. Above yuqorida boya yozdik. Show ko'rsatmoq. Demak, yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgan, nima ko'rsatilgan desa, the amount of protein, proteinning miqdori ko'rsatilgan. Qaysi proteinning miqdori desa, into foods. Ikkita taomning tarkibidagi proteinning miqdori ko'rsatilgan deyapti. And the cost of each food. Har bir taomning narxi ham nima qilgan ko'rsatilgan. And va deb nima qilinadi? Tarjima qilinadi. Demak, shularni yozamiz. Table jadval. Jadval. Above yuqorida yozuvdik bu narsani. Endi yozish shart emas. Show ko'rsatmoq. Ko'rsatmoq. Bu yerda ko'rsatilgan degan ma'no kelyapti. Shows. Amount miqdor. Amount miqdor. Miqdor. Xo'p, proteinni o'zi tarjima qilishimiz shart emas. O'zi protein deb tarjima qilinadi. Miqdor. Miqdor. Xo'p, 2 mana bizda hozir 2 soni so'z bilan yozilgan. Oddiy 2 emas-da, mana shu 2 soni shu. Mana shu 2 soni. Xo'p, food taom, ovqat. Bu ovqat, taom. Mana fast food deydi-ki, taom. Xo'p, ya'ni yegulik ma'nosida kelyapti. Xo'p, cost, ya'ni narx, xarajat ma'nosini anglatadi mana. Cost bu odatda ko'pincha xarajat ma'nosini anglatadi, ba'zida narx ma'nosini ham anglatadi. Narx, xarajat ketaveradi. Ikkovi ham ishlayveradi. Xo'p, each food degani har bir taomning degani. Based on the table. On the table degani jadvalga yoki jadvalda. Based asos ma'nosini anglatadi. Based on jadvalga asosan deb tarjima qilinadi. Based on the table jadvalga asosan. Kelga shuni yozamiz. Based on the table. Jadvalga asosan. Jadvalga asoslanib desangiz ham bo'ladi. Asoslanib. What is the ratio? Nisbati qancha bo'ladi? Mana ratio yozganmiz. Nimaning nisbati desa, narxining, nimani narxini desa, large egg. Large bu keng ma'nosini anglatadi. Large keng ma'nosini anglatadi. Keng, katta, kenglik ma'nosiga nisbatan ishlatiladi. Keng, katta, ulkan degan ma'noda keladi. Xo'p, egg tuxum. O'zimiz yeydigan tuxum, tovuqni tuxumi. Tuxumi. Xo'p, cup of milk, cup bu finjon deb tarjima qilinadi yoki idish. Cup, chashka desangiz ham bo'laveradi. Finjon deb yozamiz. Endi adabiy tilda shunaqa bo'ladi. Xo'p, chashka. 250 mg idish tutadigan bitta idish. Suyuqlik tutadigan bitta idish. Milk sut. Milk sut. Mana. Xo'p, shularning nisbatini toping dedi. Hisobladik narxlarni va nisbatini olsak 2/1 chiqdi. Demak, masalamiz javobi D javob bo'lar ekan. O'ylaymanki, yechim sizga nima bo'ldi? Tushunarli bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Navbatdagi masalamizda yana population density haqida gap ketyapti va bizga aytyapti,
O'sha mamlakat aholisini aytyapti. Sizlarga ham to'liq ko'rsin, keyin boshlaymiz. Demak, bizga Cedar County ning population densitysi berilgan. Bu nechaga teng desa, 230 people per square mil, ya'ni 1 kvadrat mil joyda 230 ta aholi yashar ekan o'rtacha. The county has population of 85,100 aholisi bor ekan. 85,100 aholisi bor ekan. What is the area deyapti. Biz boya gaplashdik, population density ni topish uchun aholining sonini nimaga bo'lishimiz kerak ekan? Uning yuzasiga, areaga bo'lishimiz kerak ekan. Natijada population density chiqadi. Uning yuzasini topish uchun endi nima bor? Aholi sonini uning zichligiga bo'lishimiz kerak. Shunda uning nimasi chiqar ekan? Yuzasi chiqar ekan. Bu juda ham oddiy masala bo'lgani uchun o'zingizga vazifa sifatida qoldiraman. Bu misol ishlab o'tirmaymiz. Shunchaki bo'lishni bajarib qo'ysangiz bo'ldi. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Yana boyagidek masala keldi. Esingizdami? Boya bizlardan adashmasam 61 furlong masofa necha fit ekanligini so'rashgan edi. Bu yerda 112 furlong masofa so'ralyapti. 112 furlongdan oldin 220 ga ko'paytirib yardga o'tib olamiz. Uni ham 3 ga ko'paytirib fitga o'tib olamiz. Demak, shunchaki ko'paytirish bajarasiz. 112 ko'paytirish 220 ko'paytirish 3 va javobni hisob-kitob qo'ysangiz bo'ldi. Buni ham o'zingizga vazifa sifatida qoldiramiz. Va mana bu masalaga nima qilamiz? E'tibor beramiz. Bizga aytyapti. Sizlarga ham to'liq ko'rinsin, keyin boshlaymiz. Navbatdagi masalamiz boshlandi. For the values G and K, J and K, mana G va K ning qiymatlari uchun ratio of G to K 11/12, ya'ni G ning K ga nisbati 11/12 ga teng deb aytyapti. Va aytyapti G is multiplied by 17. Agar G 17 ga karrali bo'lsa deyapti. Multiply, bizlarda multiplierlar karrali degan ma'noni aytadi. Bu 17 ga karrali degan ma'noni ishlatyapti. Ya'ni G ni ma'muriy shaklda ifodalasak, ya'ni 17 ko'paytirish qandaydir A shaklida ifodalasak, qaysiki bu yerda what is the K multiplied by in order to maintain the same ratio. To'g'rimi? Xuddi shu nisbatni saqlash uchun K nechiga karrali bo'lishi kerak degan ma'noda nima qilyapti bizga xabar kelyapti. Misol uchun o'sha K ni qiymati qanaqa bo'ladi degan ma'noda aytilyapti. K multiplied by in order, ya'ni tartib bilan to maintain the same ratio. Xuddi shu nimani ifodalashi kerak demoqchi. Xo'p, G ni o'rniga 17 A qo'ysak, demak K ni nima qilishimiz kerak ekan? O'zimiz topishimiz kerak ekan. Bu yerda demak, surat va maxrajning har qaysi oxirida qisqartirilishi natijasida 11 hamda 12 ga kelishi kerak, ya'ni kasrni qisqartirganda shunaqa shaklga kelishi kerak ekan. Xo'p, shunda nimani olamiz? Ya'ni K ham, ya'ni G unga bo'linsa, hozir bu nechiga kelib qolishi kerak? Ya'ni K nechiga bo'linishi kerak demoqchi bo'lyapti. Natija 11/12 ga teng. G ning K ga nisbati 11/12 bo'lsa va G multiplied by 17 bo'ladigan bo'lsa, to'g'rimi? Ya'ni G ning qiymati kechirasizlar, bu yerda 17 ga karrali degan ma'noda aytibman. Men masalani tarjimasini biroz noto'g'ri qilibman. Multiplied degani, ya'ni 17 barobar oshirilsa, ya'ni 17 ga ko'paytirilsa degan ma'noda gapirilgan ekan. G ning qiymati 17 ga oshirilsa, K ni qanchaga oshirish kerak degan ma'noda ketibdi. Uzr, men tarjimada biroz adashman. Demak, bu yerda multiplied by 17 degani 17 barobar oshirilsa degan ma'noda gap ketyapti. K ham multiplied by qancha bo'lishi kerak demoqchi. Ya'ni u ham necha barobar oshirilishi kerak demoqchi ekan. Uzr so'rayman bu qism uchun. Demak, mana buni o'chiramiz. Mana shu nisbat o'rinli bo'lsa, endi qaranglar, bu nisbat hech qachon o'zgarmasligi kerak bo'ladigan bo'lsa va men mana bu G ning qiymatini 17 barobar oshirsam, bu degani mana bu yerga ko'paytirish 17 qo'ysam, mana shu nisbat o'zgarmasligi uchun e'tibor bering. Mana shu nisbat o'zgarmasligi uchun G ning qiymatini 17 barobar oshirsam, ya'ni kasrning suratini nimaga ko'paytirsam, 17 ga ko'paytirsam, ushbu nisbat o'zgarmasligi uchun, ya'ni mana shu kasrning qiymati 11/12 saqlanib qolishi uchun K ni ham nechiga oshirishimga to'g'ri keladi? 17 ga oshirishimga to'g'ri keladi. Shunda ana bu 11/12 nisbat o'zgarmaydi. Ya'ni bizda bitta oddiy qoida bor. Nima? Bir kasrning
surat va mahrajini noldan tashqari qandaydir bitta songa ko'paytirganingda, bir xil songa ko'paytirganingda yoki bir xil songa bo'lganingda o'sha kasrga teng kasr hosil bo'ladi. Hozir bizlar g ni 17 baravar oshirsak, ushbu nisbat 11/12 o'zgarmasligi uchun k ni ham 17 baravar oshirishimizga to'g'ri kelar ekan va ushbu masalamiz javobi ham 17 bo'ladi. Faqat tarjimada biroz boshida nima ketdik? Yanglishlik ketgan ekan. Demak, g va k ning har qanday qiymati uchun g taqsim k 11/12 ga teng. Agar g ning qiymati 17 baravar oshirilsa, k ning qiymati ham xuddi shu nisbatni berishi uchun, e'tibor bering, mana bu yerda gapi bor. To maintain the same ratio. Shu nisbatni nima qilishimiz uchun? Saqlab qolishimiz uchun, xuddi shu nisbatni berishimiz uchun, yana 11/12 bo'lishi uchun nisbat k necha baravar oshishi kerak degan savol qo'yilyapti va bunda javob 17 chiqdi. Endi siz aytishingiz mumkin, nimaga sразу 17 deb ikkovga ham yozib qo'ydi deyishingiz mumkin. Agar o'zi noldan boshlab ishlamoqchi bo'lsangiz, shu 11/12 nisbatni saqlab qolish uchun mana g taqsim k ning qiymati bor edi. Buni 17 baravar oshirdingiz. Keling, buni noma'lum qandaydir x baravarga oshirasiz va o'sha nisbatni saqlab qolmoqchisiz. Ya'ni 11/12 ni, ya'ni o'sha g taqsim k nisbatni nima qilmoqchisiz? Saqlab qolmoqchisiz. Bu degani shuni g taqsim klar shuna qisqarib ketib, hozir bizning holatimizda mana bu 17/x teng 1 qoladi. X ning ham 17 baravar oshishiga, ya'ni k ning qiymati ham 17 baravar oshishi kerakligi kelib chiqadi. O'rtadagi 11/12 tenglikka e'tibor bermang. Mana shunchaki haligi ikkita chekkadagi qiymat o'zgarmasligini sizga nima qilmoqchi bo'ldim? Tushuntirmoqchi bo'ldim. O'ylaymanki, ushbu masalaning yechimi tushunarli bo'ldi va bu yerda bizda yangi so'z bor. Mana bu yerda multiply. Multiply bu ko'paytirish degani, ko'paytirish amali. Biz ko'paytirish amalining bittasini bilar edik, esingizda bo'lsa. Bu times amali edi, ya'ni times degan yozuv, mana times. Hozir qalam bilan yozamiz. Times. Bu ko'paytirish degani edi. Xuddi shuning sinonimlaridan bittasi bu multiply. Multiply. Bu ham ko'paytirish amalini nima qiladi? Ifodalaydi. Ikkalovi ham times ham ko'paytirish amalini ifodalaydi, multiply ham ko'paytirish amalini ifodalaydi. Biz boshida e'tibor berganimiz bitta yaxshi so'z bor. Multiplier degan. Ya'ni bizlarda bo'luvchi bor va karrali bor. Hali eng katta ekub ekublarda o'tamiz-ku. Eng katta umumiy bo'luvchi ekub hamda eng kichik umumiy karrali. Men biroz adashib ketganim, mana bu qismiga e'tibor berib adashib ketibman. Multiplier degan. Multiplier. Xo'p, bu karrali deyiladi. Karrali. Mana shu 17 ga karrali degan ma'noda ketibman, lekin e'tibor berishim kerak bo'lgan bitta joyiga yaxshi e'tibor beraman. Bu by 17, ya'ni by so'ziga e'tibor bermayman. By so'zidan keyin miqdor qanchaga o'zgargani aytiladi. Misol uchun increased by dedida qanchaga oshgani aytiladi. Decreased by dedida qanchaga kamaygani aytiladi. Yoki multiplied by dedida necha marta oshirilganligi aytiladi. Yoki divided by dedida necha marta bo'linganligi, ya'ni necha marotaba kamaytirilganligi aytiladi. Mana shu by so'ziga nima qilishimiz kerak? E'tibor berishimiz kerak. Biror bir miqdorning by orqali deb tarjima qilinadi. Biror bir miqdorning qanchaga yoki necha marotabaga o'zgarganini ifodalovchi so'z. Mana shu by so'zidan keyingi son o'sha miqdor qanchaga o'zgarganini ifodalaydigan son bo'ladi. O'ylaymanki, masalamizni tarjimasi va yechimi tushunarli bo'ldi. Same ratio bu o'sha nisbatni saqlab qolish. Aynan bir xil nisbatli bo'lish uchun degan ma'noda kelyapti. Xo'p, menimcha hammasi joyida. Navbatdagi misolga o'tamiz va qolganlarda boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, shu savolni yakunlab, keyin chiqmagan savollarni nima qilib qo'yamiz, ko'rib qo'yamiz. How many tablespoons are equivalent 14 teaspoons? Demak, bizga aytyapti 14 nima teaspoonsimiz nima bo'lar ekan? Qancha tablespoons bo'ladi deyapti. Oddiy proporsiya qilib ishlab qo'ysak ham bo'lar ekan. Bu yerda e'tibor bering. 1 tablespoon TS bilan belgilayman. 1 TS qalam bilan yozamiz. Xo'p, 1 TS tablespoon, spoon qoshiq, eslab qoling. Spoon qoshiq deb tarjima qilinadi. Spoon qoshiq deb tarjima qilinadi. Bu yerda emas, mana bunisidan. Spoon qoshiq. Qoshiq. Oshxonadagi qoshiq. Yaxshi. Xo'p, tablespoon bu bizlarda osh qoshiq ma'nosida ishlatiladi. Oddiy o'zimiz ovqat yeydigan qoshiq.
Teaspoon esa choy qoshiq. Choyni aralashtiradigan, kofeni aralashtiradigan qoshiq. Ya'ni bizlarda bir osh qoshiq bor, hamda bir choy qoshiq bor. Tablespoon osh qoshiq, teaspoon bu choy qoshiq hisoblanadi. Demak, kattaligi nuqtai nazardan bir osh qoshiqqa bu 3 choy qoshiqqa teng bo'lar ekan. Ya'ni bitta tablespoon teng miqdoriy nuqtai nazardan 3 teaspoonga, teaspoonga, spoonsga. Va shunga ko'ra how many tablespoons, ya'ni x ta tablespoon teng bo'ladi 14 ta nimaga? Teaspoonga, spoonsga. Demak, shu proporsiyadan x topsak bo'ldi. X topsak, demak 14 taqsim 3 bo'lar ekan. Demak, shunchaki javob sifatida 14 taqsim 3 ni nima qilib qo'yamiz? Yozib qo'yamiz. Uni o'zi davriy kasr bo'ladi. Verguldan keyin necha xona aniqlikda ishlashim kerak ekan, yozishim kerak ekan deb umuman ham xavotir olmang va shuni nima qilib qo'ying? 14 taqsim 3 shaklida javobni yozib qo'yishingiz yetarli bo'ladi. Demak, eng muhim so'z bu yerda spoon, qoshiq. Agar siz shuning spoonning qoshiq ekanligini bilmagan taqdiringizda ham, bunisi osh qoshiq, bunisi choy qoshiq ekanligini bilmagan taqdiringizda ham shunchaki proporsiyaga qo'ying bo'ldi. Va kerakli hisob-kitoblarni amalga oshiring. Tarjima qilishingiz shart emas. Spoon, qoshiq. Qoshiq. Xo'p, tablespoon bu stol ustida turadigan qoshiq, ovqatlanadigan qoshig'imiz. Teaspoon bu choy qoshiq. Demak, hammaga menimcha yechim va tarjima tushunarli bo'ldi. Xo'p, ushbu darsimiz uchun mo'ljallangan medium tipdagi masalalar edi. Hali har tipdagi masalalar yoki boshqa tipdagi masalalarimiz ham bor bizani. Qo'shimcha ekstra tasklarimiz ham bor. Bularni o'sha bu darsimizda bo'lmasa, keyingi darsimizda yana qolganini plan bilan nima qilib ketaveramiz? O'rganishni davom etib ketaveramiz. Xo'p, ushbu faylimizda 30 ga yaqin savollar bor edi. Biz bundan 20 dan oshiq savollarni ko'rib chiqdik. Ushbu faylda qolgan bir qancha masalalar bor, zo'r. Ularning tarjimasi va yechimlari yuqoridagilarga o'xshash bo'ladi va ularni yechish o'zingizga mustaqil vazifa sifatida qoldiriladi. Biz bu YouTube uchun berilgan ushbu darsni videosini hozir bitta to'xtatib olamizda, chiqmaga qolgan savollardan iborat boshqa bitta zapsni, ya'ni Telegram kanalimiz uchun yoki YouTube uchun alohida bitta nima qilib qo'yamiz? Darsni ichiga aralashmasligi uchun chiqmay qolgan savollarni alohida birgalikda ko'ramiz. Xo'p, mavzu yuzasidan bugun ko'rmoqchi bo'lgan savollarimiz shulardan iborat edi. Konspekt tashlab beriladi. Ushbu yechilayotgan misollarning inglizcha yechimlari va javoblari ham sizga tashlab beriladi. Ushbu fayldagi yangi so'zlarni, tarjimalarni o'rganish va ishlanmay qolgan misollarni oxirigacha ishlab qo'yish sizga qat'iy vazifa sifatida beriladi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.